Ovozim yaxshimi? Chat gruppamiz bor, o'shanga yozasizlar. Ovozim yaxshimi? Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilmayapti shekilli. Mikrofonni ochib gapiraveringlar. Mikrofon ochiq hammaniki. Ovoz zo'r. Tak. Yaxshimisizlar? Savollaring bo'lmasa, boshlaymiz, boshlayveramiz. Kimga kerak bo'lsa, hamma qo'shiladi. Alaykum assalom. Ha, bering. Bu kecha darsingizni maza qilib eshitdim. Aha. Darsingizni eshitib, nima qilmasimdan qo'limga 500 ming so'm pul kelib tushdi. Nimaga natijam deb aniq qilmadingiz, tashlamadingiz bizga? Qayerdan tashlayman? Chat gruppamiz bor-ku. Chat gruppa menda yo'q, menda hali kanalingiz bor xolos, apo. Chat gruppni sal teparoqqa chiqsangiz, chat gruppaga qo'shilib, natijalaringizni tashing deb qo'yganman. Darrov o'sha yerga tashingchi. Ha, men hozir yozib yuboraman. Men bilgan yo'q edi, lekin men o'tgan safar ham o'zizga ham aytdim. Men katta pullarga o'zimni munosib qilib ko'rganimda shunda pullar kelishi boshlaydi. Men o'zimni Nimangizni oching, Go'zalxon. Ochib Ana qilsin. Ha, ochinglar, hamma ochib o'tirsin. Voy mana. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr, apo. Nima? Men o'zimni loyiq ko'rmayapman katta pullarga. Sovg'alarga ham loyiq ko'rmayapman. Hamma narsaga ko'nyapman. Men shu holatdan chiqib ketishni xohlayman, apo. Ana sekin chiqamiz. Aynan mana shu darsda chiqamiz. 7 ta darsga. To'g'risi bugun ayam tug'ilgan kunlar edi. O'tib deydilar. Hali naqani belgilaganimizda 9 chiqadi darsiga, 9 ga yetib borishim kerakman dedimda. Keyin telefonimni zaryadga qo'yib, mana shu savol men o'zimga munosibligimni, loyiqligimni qanday oshiray? Hozir mana shunda sekin chiqamiz. Bugun endi ikkinchi dars. 4 ta darsda turib bersalaring, vazifalarni qilib turib bersalaring, ag'a o'zi sekin aniq qiladi. O'zi kelib boshlaydi. Keyin munosabatlarga ham o'tib bersangiz, yana hafta. Xudo xolisi. Xudo xolisi. Menga yoqib qoldi dars to'pisi. Bo'ldi, yoqqan bo'lsa. Chaqiring, tanishlaringizni chaqiring. Hozir Nargiz opaga aytdim, megabaytim yo'q dedilar. Ну, вообще, именно mana shu qiziqqan odamlarni chaqirsangiz, sizga ham qandaydir bonus bo'ladi. Mana bu odam, meni tanishim deb nima qilsangiz, sizga ham bonus bo'ladi. Xudo xolasa. Savolingiz yo'qmi? Yo'q, aytdim, shu men o'zimni loyiq ko'rishni xohlayapman. Loyiqligimni oshirish, meni miyamda menga bo'laveradi degan narsani chiqarib olishni xohlayapman. Ana shuni sekin chiqaramiz. Vazifalar qildingizmi? Vazifa bergandim. Yo'q, to'liq emas. Vazifalarni to'liq qilsangiz, o'zingizni tayyorlaysiz. Vazifalarni qilish kerak. Ozgina 1 soatgina o'tirib ustingizda ishlash kerak. 1 soat. Mana hozir 10 da tugaydimi, 11 da tugaydimi? Yarim soat o'tiringda, sizdan nima ketyapti? Ozgina sначала boshida 10 ta yozing. 10 ta maqsadingizni yozing. Bu maqsad kimniki deb so'rang o'zingizdan.
Bu maqsad kimniki deb so'rang. Bu maqsad mani rivojlantiryaptimi, barbod qilyaptimi? Men tushuntirdim-ku o'tgan safar. Mani rivojlantiryaptimi? Qayerdan bilsangiz bo'ladi? U sizni palonchi erkakka, palonchi ayolga, onamga ko'rsatib qo'yish uchun bo'lyaptimi? Значит, sizni barbod qilyapti. Bu mani maqsadim emas. Sizni dangasalik, shuni yozishga dangasalik bosib tashladimi? Nima qilaman degan his keldimi? Demak, maqsad o'zingizniki emas. Shundan bilaverasiz. Demak, men o'zim uchun yashamayapman ekan. Men hali ham kimgadir isbotlash uchun yashayapman ekan. Qanchalik tupoyski, qanchalik jinnicha chiqaversa ichingizdan, to'yib bir hafta uxlash, palon joyga borib kofe ich. Endi kofeni hamma ham icharadi-ku. Kofeni borib bitta o'zimda osmonga qarab kofe ichib kelish. Hamma ham qila oladi-ku. Shu ham maqsadmi, jinnimisan deydi-ku mana aytingizda. Ana o'sha sizniki bo'ladi. Qanchalik maqsadingiz, qo'yayotgan maqsadingiz oddiy, qanchalik sodda, qanchalik aqlan, voy tavba, shunaqa ham jinnicha maqsad bo'ladimi? Birov ko'rmasin buni, ustimdan kulib tashlaydi deydigan bo'lsa, demak o'sha sizniki bo'ladi. O'shani yozib qilish kerak. O'shani yozib qilish kerak. Nima yozmaslikka unaqa bosaveradi-da, daftar ruchkalar qo'yib olamanda yozmaslikni itaravermanchi, yozmaslik. Demak, har bitta qadamingiz shu kimgadir tan oldirtirish uchun, ko'rsatib qo'yish uchun. Bu uzoq, sizni aqlingiz aytadi, bu uzoq yo'l. O'tirib yozib o'tirma, qachon bo'ladi? Undan ko'ra shart bitta erkak topib qo'ya qol. Shart pul beradi. Qo'y, shu yozuvchi zuvdi deydi. U bitta joyga aylantirib olib kelib qo'yadigan yo'l. Tushunyapsizmi? Bitta joyga hozir mana boshladingiz, qanaqadir erkakman, вообще aytayapman. Shunaqa qilasiz demayapman. Aynan yana o'sha problemaga aylantirib olib kelib qo'yadigan yo'l u. Tushunyapsizmi? Unda rivojlanmaysiz. Erkak bilan rivojlanmaysiz demoqchi emasman. Agar maqsadingiz, bo'ldi, zerikdim, qandaydir bir erkak, bir kimdir menga pul berib tursa-yu, men o'sha bilan shunday baxtli bo'lsam-u, unaqa emas-da hayot. Hayot unaqa emas. Eringiz bo'lsa ham sizda g'ijir nimadir bo'ladi. Ajrashgan bo'lsangiz ham sizda nimadir постоянно harakat qilib turish kerak bo'ladi. Sayohatga chiqib ketyapsizmi, chiqib ketmayapsizmi, постоянно sizga nimadir ozgina yetishmay turadi. U illyuziya, u sarob u. Qandaydir bir kimdir kelib menga yordam berib tursa-yu, men o'zim bilardim qanday yashashni. U sarob u illyuziya u. O'tirasiz, o'zingizni ichingizni ozgina 1 soat, mana shu 7 kun davomida, 6 kun, mana bugun o'tsa уже 5 kun qoladi. 5 kun o'tirib, ozgina 10 minut, keyin 20 minut, keyin 40 minut, keyin 1 soat o'zingiz ustingizda ishlab bering. O'zgarishlar bo'lmasa, mana bo'pti-ku, mana 500 ming qayerdan keldi sizga? O'zidan o'zi kelib qoldimi? Yo planlashtirilgan, davno kutilgan joymidi? Yo, nima? Pulim yo'q edi. Yo'q, qayerdan kelishi bizga nima emas. Aniq emas bizga. Qayerdan kelishi. Prosta siz kutilganmidi? Yo kutilmagan joydan kelib qoldimi? Yo'q, nima desam ekan? Kutmodim. So'raymikin deyodim, so'ramadim hali. Hali o'shan keyin o'shanda mana nima svetim uzib qo'yibdi deyodim. O'shanda. Farqi nima? Kimdan keldi? Farqi nima? Prosta sizni mishleningizni bilaman. Hozircha sal hozircha nituda. Hozircha sal qing'irroq turibsiz, salgina. Mana shu 5 kungina o'zingiz ustingizda ishlab bering. Yozib, chizib, yaxshilab eshiting darslarni. Nimada?
mana jonlida o'tirgan boshqa ekan. Haligi zapisda eshitgandan baribir mana unda jonli eshitgan boshqacha Ya. ekan baribir. Boshqacha bo'ladi. Boshlaringiz og'rig'i ketadi, siqilib turganingiz ketadi. Chunki men u joydan уже ketganman-da. Men uncha narsaga siqilmayman. Qachon menga pul keladi, kim menga pul beradi? Hozir erim kelib qolsa nima qilaman? Ertaga nima ko'chaga qanday chiqaman? Ertaga svetimga kim pul to'laydi degan narsalardan men уже o'tib ketganman. Savolingiz tugadimi? Bo'lsa bering. Yo, bo'ldi, apa eshityapman dars. Hop. Mikrofoningizni, videongizni yopmasangiz ham mikrofoningizni yopib olavering. Ha. Kim xohlasa videosini ochib olsa bo'ladi, qizlar. Videosini ochib, anaqa qilib bemalol o'tirsalaring bo'ladi. Nima yo'q, faqat nimalaring, mikrofonlaring yopiq tursa, anaqa qilamiz. Nima deydi? Zvuk качественный yoziladi. Так. Xo'p. Общий nimani oladigan bo'lsak, hammada смешанный anaqa. Nima o'zi, u bu degan ichida qandaydir bir kimdir hamma narsani kutib yotibdi, kimdir deb o'tiribdi-da. Общий hammasini olsak. То есть tarqab yotibdi, hammani o'y xayoli hamma joyda tarqab yotibdi. Nima ekan, nima edi, u edi, bu edi. O'shaning uchun hozir hammamiz bitta sinxronga kelib olamiz. Bitta sinxronga kelib olamiz degani hamma xuddi menimda yulduzdek bir terilib olamiz. Boshi yo'q, oxiri yo'q, birinchi odam yo'q, oxirgi odam yo'q. Hammamiz ko'zlaringni yuminglar. Chuqur nafas olinglar. Og'iz bilan olib, og'iz bilan chiqariladi. Burun bilan olib, burun bilan chiqariladi. Bir sinxronga kelishimiz ishga tushirilsin. Men orqali darslarni qaytaring. Men orqali darslarni ruhim eshitsin. Men orqali savollarimga javoblarni ruhim olsin. Men orqali vazifalarni ruhim qilsin. Men shunchaki ruchkani olaman qo'limga, ruhim qimillatib yozib ketsin. Oldilaringga hozir suv, chaqadigan, yeydigan narsalaringni olib kelib olinglar, ruchka daftarlaringni olib kelib olinglar-da. Yozib o'tiringlar maqsadlaringni. Suvni ichib bajaringlar. Suvni ko'proq ichib bajarib qilib o'tiringlar. Daftar, ruchka, suv, nimadir ermak, nimadir oldilaringga olib kelib olinglar-da, yeb ichib o'tiringlar, bemalol o'tiringlar. Tak. Bugun Xudo xohlasa ikkinchi darsimiz. Ikkinchi darsimizda biz Hermes Trismegis'ni, undan oldin, ikkinchi darsimizni boshlashdan oldin men o'tgan safar anaqani aytmabman. Kursda marafonda qonun qoidalarini aytib o'tmabman. Qonun qoidani buni o'zingiz uchun yaxshilab tushunib olsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Yangi kirib kelayotganlar uchun, har kuni yangi odam qo'shilyapti. Yangi kirib kelayotganlar uchun yana bir marta assalomu alaykum. Meni tanisalaring, meni Shahnozaman. Familiyam Haytmatova, Qurbonova qizlik familiyam. Kosmik ismim Tiara. Так, biz bu psixologический darslar sizni pul ko'paytirish uchun, kreditlardan, qarzlardan qutulishingiz uchun har bitta darsimizni biz prosta psixologiya fanidan, psixologiya yo'nalishidan olmaymiz. Biz jonli bilimlardan foydalanamiz bu yerda. Jonli bilimlar degani tirik degani.
u alohida. Sizni masalan taningiz tirik bo'lsa, tirik jonli, jonli. U alohida qimillasa, sizni tanangizga tushgan man orqali sizni tanangizga tushgan bilimlar, ular alohida yashaydi tanangizda. Ular Go'zalxon nimangizni o'chirib qo'yavering, ishingizni qilib, keyin o'tirib olib yoqing. Fikrni chalg'itadi. Sizni tanangizda bu bilimlar o'zi alohida qimillaydi. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun jonli bilimlar deydi. Energetik ish deydi. Nimaga energetik ish qilamiz deydi. Ko'p psixologический kanallarda o'qib ko'rsalaring, bugun energetik ish qilamiz deydi. То есть jonli bilimlar bilan siz bilan ishlaydi. Sizni tanangiz mana alohida bitta tirik organizm bo'lsa, bu bilimlar u alohida o'zi tirik organizm. U sizni kirdimi, anglash oldingizmi, anglash olganingizdan keyin u o'zini hayotini yashab boshlaydi. O'zini hayotini yashab boshlaydi. To есть nimani anglagan bo'lsangiz, qaysi jonli bilimdan nimani tushungan bo'lsangiz, u aynan o'sha geningizga yetib boradi. Chuqur geningizga yetib boradida, oddiy masalan anglashni olsangiz, qaysidir treningda ishtirok etyapsiz, eshityapsiz. U treningda mana men hozir sizlarga trening qilyapman. Men sizlarga hozir initiatsionniy energetik ish qilmayapman. Nimaganligini keyin tushuntirib beraman. Mana bu trening faqat gapiradi va praktika beradi. Ko'plar даже praktika bermas ekan, faqat gapirar ekan. Bu trening. Energetik ish, jonli bilimlar bilan energetik ish, trening berganda siz eshitasiz. Deysiz, mana shunaqamidi, o'shangamidi, mani erim o'shanga mani o'shanga kaltak yermidim deydida, degandan keyin, anglaganidan keyin где-то bir oylarda, 2 oylarda unda o'zgarish bo'ladi. Treninglardan shunaqa bo'ladi. Jonli bilimlarda oddiy treningdan 1 oy, 2 oy ketsa, jonli bilimlarda 1 hafta. Ba'zi paytda siz pishib tayyor turganingizda 1 kunda o'zi ham yetarli, 1 onda ham o'zi yetarli. Chunki kvant bilimlari, u kvant tezligi, nur tezligidan ham yuqori tezlikda. Masalan, nur tezligidan yuqori tezlikda nima? Masalan, hozir Telegramda turibsizda, siz Telegramdan anaqa qiling. Ovozli xabar yuboring. Siz 1,5 ga ko'paytiring uni, 1,5x ga ko'paytiring. Nima bo'ladi? Assalomu alaykum Shahnoz opa. 1,5 ga ko'paytirsiz, assalomu alaykum Shahnoz opa. 2 ga ko'paytirib eshitsangiz uni. Assalomu alaykum Shahnoz opa. O'sha yerda 3 ta 4 ta so'z ishtirok etgan bo'lsa, o'shaning ikkitasini eshitmay qolasizmi? Endi tasavvur qiling, x 100 karra. Kvant bilimlari degani, jonli bilimlar degani x 100 karra sizga tezroq ta'sir qiladi degani. U nima degani? U oddiy insonda qulog'i, oddiy insonda ko'zi ko'ra olmaydi, sababi u juda ham tez. Yorug'lik tezligida, kvant tezligida x 100 karra. Tushunyapsizlarmi? Jonli bilimlar sizni tanangizga tushgandan keyin, sizni organizmingiz alohida harakatlansa, u jonli bilimlar sizni tanangizga kirib alohida harakatlanadi, boshqacha harakatlanadi. Ya'ni geningizni DNKdagi ma'lumotlarni o'zgartirib yuboradi. Gendagi ma'lumotlarni o'zgartirib yuborish u qanaqa? Masalan, men Qo'qonda yashayman, Qo'qon shahrida yashayman. Bizda men 20 yil bo'ldi Qo'qonga kelib tushganimda, meni qaynonam ginekologlar. Qaynonam yangi kelin bo'lib tushganimda 20 yil bo'lmadi, 20 yillar bo'lib qoladi. 19 yildan o'tibdi, почти 20 yillar bo'libdi. 20 yil oldin kelganimda qaynonam akusher ginekologlar, qaynonamga juda ham ko'p nimalar kelar edi, kelinchaklar kelar edi-da, nima qilar edi? O'g'il bo'lsin deb hisoblatar edi. Unda hisoblatishlar juda hisoblatib tug'ardi. Sababi qiz tug'ilishini xohlamas edilar. Sababi qiz chiqarish Qo'qonda juda ham qiyin edi. Hozirgi mana bu yaqin 2 yil ichida qizlarga juda ham nima bo'lib ketdi. Bizda Surxondaryoda, Toshkentda, yana boshqa viloyatlarda bilmayman, bizda Surxondaryoda men 20 yil oldin turmush o'rtog'im menga 2 million qalin puli bergan. Qo'y bergan, tilla bergan. Hatto Qo'qonda unaqa qilinmas ekan.
Biz surxondaryocha qilib kelganmiz. Men surxondaryocha qilib kelganman. 20 yil oldin menga kelishimga bizda sud puli bor, qalin puli bor Surxondaryoda 2 million pul bergan. Bizda qiz erkak yigit kishi uylanish har doim qiyin bo'lib kelgan. Nimada Qo'qonda qiz bola qilar ekanda, hamma narsani qiz bola. Mana shu 20 yil ichida ana shunaqa bo'lib kelgan. Qiz bolani tug'ish невыгодно bo'lgan Qo'qonda-da. Hamma anaqa qiladi. O'g'il tug'ilsin deb hamma hisoblatar edi. Qaynanam rosa ko'p pul qilardilar. O'shanaqa bitta kalendarlari bo'lar edi. Hamma kelar edi. Bir narsa, Dilorom xonim, men boryapman. Anaqa qiling, nima qilishga boryapman? Hisoblatishga boryapman. Mana bu lecheniyaz menimcha bo'ladi. Hisoblatishim menimcha bo'ladi deb o'shanga nima qilishar edi-da. O'sha narsa esimda qolganda, rosa ko'p nimaga hisoblatishadi, nimaga shuncha o'g'ilni shuna yaxshi ko'rasizlarmi desam, shunaqa qiyin chiqarish, qiz bolani qiyin chiqarish, shu erkak yigit kishi prosta anaqasini beradi. Uyini bo'shatib beradi, ichidagi parda, gilam, televizor, podstavka, konditsioner, kirmoshina, hamma narsani kelin olib keladi. Plus kelin tuqqandan keyin yana bir sidra qiladi. Qaynanaga uzuk taqadi, kuyovga boshqatdan kostyum shim qiladi, qarindoshlarga boshqatdan sarpo qiladi. Masalan, biz qaynisingimizni shuna qilib chiqarganmiz. Mana shuna qiladi. O'shaning uchun qiz tug'ish невыгодноdir edi. Hozir bu yerda qo'qonliklar bor. Bunday qarasangizda, hammani oilasida ikkita o'g'il, bitta qiz. Nima bo'lgan o'sha paytda hamma qo'qonlik ayollarda geniga yozilib ketgan. Hisoblab tug'avergan, qo'rqqanda qiz bolani tug'ish anaqa bo'lgan. Nima deydi? Qiyinchilik bo'lgan. Agar ikkita, uchta qizi bo'lsa, voy, shunaqangi emas, zo'r ikkita qizdan keyin men o'g'il tug'ib olganman. Voy, shunaqangi gaplar eshitganman. Men shu o'g'limni tug'ib olganimdan keyin shu gaplar tingan. O'sinim tarafidan shu gaplar tingan. Voy, qiz tuqquncha it tug'sa bo'lmasmidi? Voy, qiz bola itga teng, bir narsa, shunaqangi gaplar juda ko'p bo'lardi. Mana shu narsa, mana shu nima? Ma'lumot, qiz bola tug'ish xavfli degan ma'lumot qo'qonlik ayollar, men o'ylayman buni. Balkim xatodir, lekin men shunaqa deb o'ylayman. Qo'qonlik ayollarda geniga yozilib ketgan. Hozir kimga qarasangiz, hammani uyida ikkita o'g'il, bitta qizi bor. Hammanikida, endi ko'pchiligida ikkita o'g'il, bitta qiz, ikkita o'g'il, bitta qiz. Ikkita o'g'il, bitta qiz. Endi hozir hamma nima qilyapti? Hozir hamma qovog'ini ogizdiryapti. Nima qilyapsizlarmi? Hamma qovog'ini oldiryapti. Bilasizlarmi? E'tibor beryapsizlarmi? Hamma qovog'ini oldiryapti. Bora. Mana biz bilasizlarmi? Bodom qovoqmiz. Mana shu O'zbekiston, mana shu Aziya ko'zi, mana shunaqangi nimalar sal qozoqroq anaqa bodom qovog'i tushib turadi. Osilgan qovog'imiz. Endi bundan keyin hamma kestiryapti, hamma operatsiya qilyapti. Bundan keyin ayollar, qizlar, erkaklar anaqa bilan уже mana bunaqa qovoq bilan tug'iladi. Chunki genga yozilib ketyapti bu ma'lumot. Tushunyapsizlarmi? Mana necha yil kerak bo'lgan mana shu narsa yozilishi uchun necha yil kerak bo'lgan? Mana 20 yil kerak bo'lgan. Hozir уже 20 yil sizga, mana jonli bilim nima degani? Sizga уже hayotingiz o'zgarishi uchun 20 yil kerak bo'lmaydi. 2 oy, 3 oy kerak bo'lmaydi. Kvantoviy bilimlar, jonli bilimlar, nimaga jonli bilimlar? Chunki u kiradida sizni aynan o'sha geningizga javob beradigan geningizni to'g'rilamaydi, yangi perekod qiladi. Boshqatdan kodlashtiradi. Boshqatdan sizni DNKingizga yozilgan kodlarni kodlashtirib beradi sizga. Kodlashtirgandan keyin avtomatik sizni hayotingiz o'zgara boshlaydi. O'shaning uchun jonli bilimlar deydi. Jonli bilimlar nimaga jonli bilimlar? Yana nimaga jonli bilimlar deydi? Masalan, meni ismim Shahnoza, meni yoshim 42 da. Meni kimdir Shahnoza desachi, meni achchig'im keladi. Masalan, mendan yoshi kichkinalar Shahnoza desa, meni achchig'im keladi. Shahnoza opa desa, "Ha, yaxshimisiz?" deyman. "Ha, rahmat" deyman.
Shahnoz opa deb chaqirsa. Mani kosmik ismim bor, kvantoviy ismim bor, kosmicheskiy ismim. Bu nimada yurganlar hammasi biladi bu narsani. Kosmicheskiy ismim, kosmik ismim Tiara, ya'ni sivilizatsiyalardan olganman shu ismni. Tiara. Kimdir mani Tiara desa, Tiara opa emas, просто Tiara desa, mani hamma kursdoshlarim, mani tanishlarim hech kim Shahnoz opa, Shahnoza demaydi. Hamma Tiara, Tiara deydi. Tiara desa, opa demasa men xafa bo'lmayman. То есть ismim, mana kosmicheskiy jonli ismim, u вне времени и вне пространства. Vaqtsizlikda, masofasizlikda. Даже ismim ham shunaqa. Hech kimdan bunday xafa bo'lmaysiz. Hamma teng. Sivilizatsiya kosmosda, anaqada galaktika bo'yicha hamma teng, hamma ruh. Opa, bu anaqa amaki, bu degan narsa jonli bilimlarda unaqa narsa yo'q. Hamma teng. Hammani boy bo'lishga haqqi bor, hammani turmush qurishga haqqi bor, hamma yaxshi yashashga haqqi bor. Quyosh hammaga bir xil sochyaptimi? Demak, hammani yaxshi yashashga haqqi bor. Bu mana shu jonli bilimlarda shunaqa deyiladi. Inson ongida bo'lasiz, mani Shahnoz opa demadi-ya, mani o'zicha mensimadimi? Tur, iflos, san kimsan? Mana ketdi. Inson ongi shunaqa. Bu jonli bilimlarda hech kim sizni, masalan, shu jonli bilimlar ichida qancha dugona bo'lib qolganmiz, juda yaqin tanish bilish, bir-birimizni hamma sekretlarimizni ochib tashlab dugona bo'lganmizda, shu dugonalarimiz bilan ishonsalaring, bir yilda bir gruppalarimiz bor, bir yilda bir qalaysizlar deb qo'yamiz. Yaxshimisizlar? Ha, yaxshi. Menda bunaqa bo'lyapti, menda transformatsiya bo'lyapti, mani erim urdi, mani mashina oldim, u qildim, bu qildim deb tab yozamizda, shu bilan yana bir yil jim bo'lib ketamiz. Hech kim bir-birini orqasidan gapirmaydi, hech kim mani o'zicha mensimayaptimi, yozmayaptimi demaydi. Hamma mani o'zicha zo'r bo'lib ketibdi ham demaydi. Jonli bilimlarda mana shunaqa. Просто kerak bo'lsa, ha, yaxshimisiz, Tiara, men shunaqa bo'ldi. Nima qilsamikin deydi. Ha, mana qiling, mana qiling. Yoki men so'rayman ulardan. То есть xafa bo'lish, meni mensimayaptimi? Meni сообщениямga javob bermadim. Ha, ishi bordir-da, biror narsa bilan kallasi banddir-da, deyiladi, qo'yiladi. Mana shu jonli bilim. Jonli bilim mana shu. Biz hozir treningimda jonli bilimlar bilan o'tyapman. То есть bu sizni geningizgacha yetib boradi. Geningizgacha yetib boradi. Geningizga yetib boradida, mana shu bitta treningda sizni hayotingiz, ya'ni pul, biz bu treningda anaqasi mavzusi pul. Juda ko'pchilik kreditim bor. Do'rganiga anaqa qildim. Shu pul bo'yicha marafon tashkillashtirdim. Marafon 7 kun. Bugun 2-kuni o'tyapti, xudo xolasa, yana 5 ta dars qoldi. Xo'p, endi keyingisi nimaga jonli bilimlar degan savolga javob berdim. Keyingisi, o'rtoqlar, mana jonli bilimlarga kirdilaringmi? Umuman bu bilimlarda kimgadir masxara qilish mumkin emas. Agar to'g'ri hayotda, mana bilimlarsiz, psixologiyasiz, boshqasiz kimnidir masxaralaganingizdan keyin, kimnidir gapirganingizdan keyin siz albatta o'shani hayotida yashab ko'rasiz. Albatta, masalan, kimdir yoningizda urushib ketdi. O'l deb erimday qilib kallasini qilib yubordi. Voy! Eri shunday oldimda kallasini urdi. O'la turishingni qara deb masxara qildingizmi? Gapirdingizmi? Ana xuddi o'sha narsa sizga baribir kim tarafidan bo'lsa ham baribir qaytadi. Chunki siz uni oldingiz, u informatsiyani ongingiz обработка qildi, xursand bo'ldimi, xafa bo'ldimi, farqi yo'q, emotsiya berdi. Ongingiz uni bu men bilan bo'lyapti dedi va men bilan bo'lyaptimi? Demak, bu menga kerak deb qabul qildi. Qabul qilgandan keyin siz bilan albatta shu narsa bo'ladi. Albatta bo'ladi. Men shu psixologiyaga kirib kelganimdan keyin turmush o'rtog'im bilan urushaverganimdan kirib kelganman. Shunaqangi narsalar bo'lavergandan kirib kelganman. Atrofdagilarni meni orqamdan baribir eshitasiz-ku, kimdir siz orqangizdan gapirganini. Orqamdan gapirganini eshitganimdan keyin boshida
qanday, nima? Endi men psixologman-ku. Mani orqamdan gapiryapti. Keyin shu narsani his qilib gapirga mana anu gap bor-ku. Sani orqangdan gapirdimi? Sani nimangni oldi deydi-ku. Nima deydi? Gunohingni oldi deydi-ku. Mana shuda gunohingni oldi degani, uni o'zi bilan ham shu narsa bo'ladi degani. Tushunyapsizmi? Nimaga? Chunki ongiz bu informatsiyani farqi yo'q. U uchun shokka tushdingizmi? O'shaning uchun hech kimdan rahming kelmasin deydi. Hech kimga rahming kelmasin, Xudoni rahmi kelsin deydi. Hech kimga ha deb masxara qilib kulib bo'lmaydi. Hech kimni rahmi kelib bo'lmaydi. Hech kimga men shunga yordam berishim kerak deb bo'lmaydi. Kimdir masalan eshitdingiz, qo'shningiz kecha sog'-sog'lom yuruvdi, o'lib qoldi bugun. Voy deb shokka tushib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki siz unga xafa bo'ldingizmi, xursand bo'ldingizmi, masxaraladingizmi, unga emotsiyangizni berdingiz. Emotsiyangizni berdingizmi, emotsiya hislaringizni ko'rsatdingizmi, ongiz o'ylaydiki, bu men bilan bo'lyapti deydi. Men bilan bo'lyaptimi? Demak, biz uchun bu normalniy. Bunga shu narsa kerak ekan, bu yashashi uchun, dalneshi yashashi uchun deydi. Bunga shunaqa narsa kerak ekan deydi. Siz bilan o'sha narsa bo'laveradi. Bu jonli bilimlarda bu momentalno ishlaydi. Tushunyapsizlarmi? Momentalno ishlaydi bu narsa. O'shaning uchun masxaralab bo'lmaydi. Birovni gapirib bo'lmaydi. Mana bu yerda bunaqangi nima bor ekan. Nima deydi? Men bitta kursda o'qiyapman-da, o'sha kursda bittasi eri urib ko'chada haydab yorib, eshitib o'tiribdi-kan, qara. Ha deb bo'lmaydi. Bu kvantoviy bilimlar, bu jonli bilimlar. Minutida qaytib keladi. Minutida qaytib keladi. Men shu yangi kirganimda shu bilimlarga, biz anaqamizda ro'sa qaynonam bilan qaynatam murabbo bekitqizaverardi, boshqa shu kelinligimda shu kompotlar bekitqizaverardi, boshqa qilaverardi, u qilaverardi, bu qilaverardi. Yoz keldi, yuragim bezillab, yana hamki prosta bozordan olib kelib bektirmasdi. Shu bizni qaynatam rahmatli rosa bog'larga ustalar. Bog'larda mevalar tur xilidan bo'lardi. O'shani uzardik, uni yuvardik, ajratardik. Bekitilgan, murabboga murabbo. Moliga mol, qo'yiga qo'y, tovug'iga tovuq. Men shuna qilib o'tirardim. Qilganimdan, men shunday bo'lib ketganimdan nimamiz to'la bekitilardi. 300 kilo qilib bekitilardi. Hamma kelardi-da, qo'liga tushgan narsani olib ketardi. Bekitilgan narsani, qo'liga tushgan narsa. Voy, shakaroblaring bormi? Men olib ketay. Voy, murabbolaring bormi? Murabboni yo'q, bunisidan emas, mana unisidan olib ketay deb olib ketardi. Bunday qarasam, men xohlagan, men yaxshi ko'rgan murabbo yo'q ekan, kimdir olib ketib yuborgan. Basharing qursin deb so'kkanimda, anaqa qilganimda, yarim soatdan keyin o'g'limni mana shu yerda qonab qaytib kelganda, shuni yarim soatda qaytib kelgan o'zimga. O'shandan beri hech kimni so'kmayman, hech kimni masxaralamayman, hech kimni anaqa qilmayman. Chunki sizdan nima chiqayotgan bo'lsa, o'sha baribir sizga qaytib keladi. Baribir qaytib keladi. O'shaning uchun bu bilimlarda, bu kurslarda, bu anaqalarda masxaralab bo'lmaydi o'rtoqlar. Gapirib bo'lmaydi. Lutshi bu menga to'g'ri kelmadi deb eshitmay qo'ya qolinglar. Eng yaxshisi. Chunki bu jonli bilimlar momentalno ishlaydi. Teleportatsiya dedizmi ishlaydi. Bu bajarildi, bu bor dedizmi ishlaydi. Chunki anaqa yo'q. Kelajak yo'q, o'tmish yo'q. Kvantoviy bilimlarda. O'tmish yo'q, kelajak yo'q, faqat hozir bor. Faqat hozir va shu yerda bor. Hozir va shu yerda 20 yoshdagi Shahnoza bor. Hozir va shu yerda 50 yoshdagi Shahnoza bor. U narsalarni keyin tushuntiraman. Tak, yurakcha yaxshimisiz? Siz nimani tushunmayapsiz? Rosa yozibsiz kanalga. Siz bilan birga gaplashaylikda. Yurakcha mikrofoningizni oching. Men tushunmayapman deb yozibsiz. Yurakcha mikrofoningizni oching.
Kimga pul tushdi yana? Kutilmagan joyda 400 ming. Latofatxon, yondiryapsiz-u, a? Tak, yurakcha ismingizni yozib qo'ying. Ismingizni katta qilib Malikaxon deb yozib qo'ying. Shahnozaxon deb yozib qo'ying. Zaripova. Ismingizni to'liq yozib qo'ying. Siz o'zingizni ismingizni tan olmasangiz, sizni boshqa odamlar qanday tan oladi? Siz o'zingizni tan olmasangiz, ismingizni tan olmasangiz, ismingizdan, o'zingizdan shunaqangi mag'rurlanmasangiz, o'zingizni shu darajada sevmasangiz, Shahnoza degan shunaqa chiroyli ismim bor demasangiz, mana shunaqa katta peshonalaringizdan mag'rurlanmasangiz, siz kim sizdan aniq qiladi? Kim sizni yaxshi ko'radi? Katta qilib ismlaringni Shahnozaxonman deb yozib qo'yinglar. Katta harflar bilan. Ana o'shandan keyin sizlarni bunday odamlar ko'radida, bu Latofatxon G'afforjonovna ekan, deydi. Latofatxon ekan bu, Sevgi Mehribonovna ekan bu deb sizlarni ana shunday qilib chaqiradi. Yurakcha deb hech kim sizlar masxara qilmaydi. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa qilyapsizlarmi? Sizlar ruxsat berib qo'ydilaring. Butun borliqqa sizlarni masxara qilishga ruxsat berib qo'ydilaring, chunki sizlar o'zlaring tan olmayapsizlar. Anaqangi statuslar, dunyo seni aldasa, sen ham dunyoni alda degan statuslarni yozishni to'xtatinglar. Judayam kuchli transformatsionniy o'zgarishlar moment bo'lib ketadigan kursda o'qiyapsizlar hozir. Ana shunaqangi narsani postingiz qilmanglar, olib tashlaylar. Eng chiroyli rasmlaringni katta qilib, chiroyli qilib qo'yib qo'yinglar anaqalaringga. O'zlaringdan mag'rurlanib, nima qilib. Tak, mana shunaqa qilib bo'lmaydi. Energiya o'shanga oqib ketadi. Nimani masxaralasalaring, shu narsa hayotlaringga qaytib keladi. Shu narsalarni yashab beradi. Sizlarni kimdir so'kkani uchun emas, sizlarni kimdir qarg'agani uchun emas, sizlarni kimdir sizlardan norozi bo'lgani uchun emas. Bu illyuziya, o'rtoqlar. Bu illyuziya, bu sarob. Mana shu onam nima qildi? Qarg'adi, o'shaning uchun meni birim ikkim bo'lmayapti. Bu sarob, o'rtoqlar. Siz shu narsani qildingizmi? O'zingiz bilib, o'zingiz xohlab shunga emotsiya berdingizmi? Meni onam qarg'adi dedingizmi? Demak, shu narsa bo'ladi. Shunaqangi qarg'ish olib yurgan odamlarni bilaman. Shunaqangi uyda og'ringan odamlarni bilaman, og'rintirgan odamlarni bilaman. Shunaqangi mazza qilib yuribdi, shunaqangi mazza, chunki o'zini aybdor his qilmayapti. Bu to'g'ri, noto'g'riligini Xudoni o'zi hal qiladi. Men bu to'g'ri qilyapti yoki noto'g'ri qilyapti demoqchi emasman. Aytmoqchimanki, siz o'zingizga men aybdorman dedingizmi? Aybdor bo'lasiz. O'shaning uchun energiyangizni bo'lmagan narsalarga, qanaqadir statuslarga, meni bilmadingmi, Xudo seni bilmaydi degan statuslarga o'zlaringni energiyalaringni oqizmanglarda, faqat o'zlaring bilan mahliyo bo'linglar. O'zlaringni yaxshi ko'ringlar. Go'zalxon deb katta qilib yozib qo'yinglar. Yozib qo'yiladi. Ana o'shandan keyin sizlarda butun borliq, butun galaktika tan olmasdan iloji qolmaydi. Tak. Tak. Savol bo'lsa, meni nima qilishga vaqtim bo'lmayapti. O'qishga. Savollaring bormi deganimda mikrofonlaringni yoqib beraverasizlar. Hozircha nimani boshlaymiz? Darsni boshlaymiz. Hozir darsda biz o'tgan safar aytilmagan gaplar qolib ketibdi. O'shani aytib o'tib ketishim kerak edi. Tushunmagan bo'lsalaring, zapisni qayta eshitasizlar. O'zi hech qancha dars berilmayapti. 1 soatmi, 1,5 soatmi berilyapti. Qolgani savol, javob, mana shunaqa bo'lyapti. Xo'p, Germes Trismengist kimligini bildik, tushundik. Bu uni yashash davri dinimiz barpo bo'lgandan oldinga to'g'ri keladi. Agar o'sha kitoblarga ishonadigan bo'lsak, agar o'sha qo'lyozmalarga ishonadigan bo'lsak, Germes Trismengistni yashash davri dinimiz kelib chiqqandan oldingida to'g'ri keladi. Uni 7 ta qonuniyati asosida dars o'tyapman hozir. 7 kun o'shani tushuntirib beraman. O'shani qonuniyati asosida sizga pul keltiradigan
texnikalar o'rgataman. Bu bitta trening bo'lyapti. Treningda initiatsiya qilmaymiz. Initiatsiya bu bir deganda ishlaydigan narsa. Meditatsiyadan 1000 karra kuchliroq narsa. Buni hammangiz juda yaxshi bilasiz. Initiatsiya bermayman. Sababi oldin tozalanishingiz kerak. O'zingizni ustingizdan o'tirib, yaxshilab ishlashingiz kerak. Men bilaman, bu yerda necha yildan beri kursma-kurs yurgan insonlar bor. O'zini ustida tinimsiz ishlab yurgan insonlar bor. Men bilaman buni juda yaxshi. Даже psixologlar bor biz ichimizda hozir. Shu narsani o'zlari tajribasidan o'tkazgan odamlar bor. No, yana bitta qonun, kursimizni qonuni. Nimani bilgan bo'lsangiz, shu paytgacha qanday bilimlar bilan yurgan bo'lsangiz, hammasini hozircha 7 kungina unutib turing. Men nima desam o'shani qilib turing. Men nima desam o'shani yozib turing. Siz mengacha nima, men bilaman, psixologlar juda ham ko'p. Men bilaman, hammasi bir-biridan aqlli. Aqlsiz degan psixolog yo'q. Bilimsiz degan bilimsiz psixolog ekan degan narsa yo'q. Hamma o'zini faqatgina platforma bor. Mana platforma degani bitta bunaqangi nima degan? Mana shunaqangi silliq joy degan. Ko'rinyapti? Mana shunaqangi silliq joy degan. Platformasi bor. Hammani o'zini platformasi bor. U psixologda o'zini platformasi bor. Buni qanday tushuntirsam bo'ladi? Masalan, kecha ovsinim keldi. Ovsinim kelib, qaynonam bilan gaplashib o'tiribdi-da, kimdir haqida gapira boshladi. Короче, qanaqadir ayolda eri yo'q ekan, no juda yaxshi ishlar ekan, ishda ishlaganda shu ishini qilmas ekanda faqat boy qaysi sayohatga borsamikin deb nimalarni ko'rib o'tirar ekan. Turlar bo'ladi-ku nimada? Anaqa tur agentsiyalar bo'ladi-ku, o'shalarni ko'rib o'tirar ekan. Keyin qaynonam so'radi, yo'q, har oy ketadimi nimaga sayohatga dedi. O'sini aytdi. Aya har oy sayohatga ketar ekan. 2 oy turib yana ketar ekan dedi. Erga tegdimi keyin dedi. Yo'q-da, aya, shuncha puli bor, baxt yo'q dedi. Shu joyiga men indamay qo'ydim. Endi mana o'rtoqlar, mana qaranglar. O'sha sayohatga chiqib yurgan ayolda o'zini platformasi bor. O'sinim bilan qaynonamda o'zini platformasi bor. Bitta meni o'zimni platformam bor. O'sha nima deb o'ylaysiz? O'sha har oy sayohatga chiqib yurgan, lekin eri yo'q ayol baxtsizmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zini baxtsiz deb o'ylaydimi? Boshqacha savol bersak. Cho'ta bugun gapga nimasilar? Yo'q-a? Yo'q, u o'zini baxtsiz deb o'ylamaydi вообще. U kayf qilib yashayapti. O'zini baxtsizman deb o'ylamaydi. Unga er kerak bo'lganda davno bittasini olib tegib ketar edi. Baxtsiz emas-a u? Nima deb o'ylaysizlar? Yo baxtsizmi? Baxtli. Anoz opa mazza qilib yashayapti, baxtli o'zicha. Da, o'zicha baxtli, o'zini platformasida baxtli. Endi o'sinim bilan qaynonam turibdi. O'sinimi hamma narsasi bor, eri bor, puli bor, bolalari bor, hamma narsasi bor. O'sinim bilan qaynonam baxtsizmi? Ular ham baxtli, prosta bilishmayapti. Ular ham baxtli, no o'zini tushunchasida, o'zini platformasida. Unga bu ayol turgan platforma ularnikida qaraganda baxtsiz. Baxt yo'qda, hamma narsa bor, ishi bor, uyi bor, mashinasi bor, puli bor, baxtsizda, er yo'q deyapti. U ayol o'zini baxtsiz hisoblaydimi? Yo'q-ku. Men turibman 3-odam, 3-platformada. Men turibman. Men qarayapman ularga. Qaysi biri baxtsiz deb men bunday qarayapman? Hech qaysi baxtsiz emas, hammasi o'zicha baxtli. Faqatgina platforma boshqa-boshqa, baxt haqida tushuncha boshqa-boshqa. Tushunyapsizlarmi?
Baxt haqida tushuncha umuman boshqa. Bu degani u baxtsiz, u yomon psixolog, o'shaning uchun aytyapman. Yomon aqlsiz psixolog, bilimi past psixolog degan narsa yo'q. Tushunyapsizlarmi? Hamma o'zicha aqlli, hamma o'zicha bilimdon. Bu yomon ma'noda emas, yaxshi ma'noda. Faqatgina platforma boshqa. Tushunyapsizlarmi? Faqatgina platforma boshqa. O'shaning uchun nimaga o'zi bu gapni boshladim? Esimdan chiqib ketdi. Xo'p, esimdan chiqib ketdi. Esimga tushsa aytsam. Tak. Germes Trismegis haqida boshladik gapni. 7 ta qonuni asosida men sizlarga pul nimalarni o'rgataman. Bu nimada hozirgi treningimizda initiatsiya, meditatsiyalar bermayman. Sababi bu faqat aqlni tinchlantiramiz. Bu nimada bepul marafonda aqlni tinchlantiramiz. Aqlga nima kerak? Aqlga доказательство kerak. Qani? Qaysi kitobda yozilgan? Qaysi kim, qaysi professor aytdi? Davay menga, davay qani? Aqlga kerak. Aqlga mana palonchi kitobda bor, mana bunaqangi, mana deb aqlni tinchlantirib olamiz. Mana shu bepul kursda aqlni tinchlantirib olamizda, o'tirib mana aqljon o'tir, mana uni yozsang pul kelar ekan, mana qaki deymizda aqlni tinchlantirib olamiz. Tinchlantirib olganimizdan keyin uje pulli kurs anaqa qilaman. Unda initiatsiya ber. Faqat initiatsiya. Unda bunaqa qilib gaplashib o'tirmaymiz. Unda bunaqa qilib yozib o'tirmaysiz. Yozib chizib o'tirmaysiz. Ha, menga to'g'ri keladimi, yo'qmi deb yozib chizib o'tirmaysiz. Uni men o'tkazdirib beraman sizlarga. Sizlar faqat 2-3 marta eshitib yurasizlar. Eshitganlaringni o'zida pul kelaveradi. Initiatsiya shunaqa ishlaydi. No, undan oldin siz mana bu 7 ta qonunga asosan tozalanib olishingiz kerak. Undan oldin. Shni uzuk yurakcha ismingizni yozib qo'ying. Tak. Endi o'tgan safar biz birinchi qonunini o'tdik. Endi bugun ikkinchi qonunini o'tamiz. Ikkinchi qonuni muvofiqlik qonuni, zakon соответствия, ya'ni muvofiq. Ichingda nima bo'lsa, tashqaringda ham shu bo'lsin. Ichingda nima bo'lsa, ichingdagi tashqariga muvofiq bo'lsin. Shunaqa deb Germes Trismegis shunaqangi izumrud skrijal degani izumrud toshdan qilingan, mana muncha, mana shuncha. Unaqa katta ham emas. Mana shunchagina joyga 7 tagina qonun qoida deb yozib kelgan. Man ulkim Germes Trismegis 3 marta mukammallikka erishgan inson deb o'zi nima qilganmi? Mukammallikka erishgan degani butunlay bu dunyo nimalarini tushunib, qonun qoidalarini tushunib, 3 marta tushunib, 3 marta mukammallikka erishdim degani. Udi kimdir uni 3 marta o'lib tirildi deydi, kimdir uni 3 marta uni podshohlar unga tan berdi deydi, kimdir aytadi unga 3 marta Xudo yangitdan hayot berdi deydi, yana kimdir ham shunaqa har xil talqin qiladi. No, bizgacha menga yoqqan joyi 3 marta mukammallikka erishgan. Men shu ideyani anaqa qilaman, sizlarga tushuntirib beraman. Germes Trismegis 3 marta mukammallikka erishgan inson. Ikkinchi qonuni, bugungi o'tadigan nimamiz ikkinchi qonuni zakon соответствия. Ichingda bo'lsa makrokosm bilan mikrokosm bir xil deydi. Makrokosm bu makro degani katta degani, juda ham ulkan degani. Ya'ni galaktika, osmon, yulduzlar nima bo'lsa tepada bo'lsa, ana shu deydi. Mikrokosm bilan bir xil deydi. Mikrokosm bu bizmiz. Kichkina, eng kichkina, jajji, eng kichkina. Makrokosm deydi, mikrokosm bilan bir xil deydi. To есть, mana bu tepada nima bo'layotgan bo'lsa, biz bilan ham xuddi shu narsa bo'ladi. Tepada qanday yoz kun, bahor kun, ertalab, kechqurun qanday almashsa, bizni tanamizda ham xuddi shunaqangi sikl bo'ladi deydi. Xuddi shunaqa bizni ongimizda alohida sikl,
tanada alohida sikl, masalan, har 21 kunda ayol kishini hayzi keladi. Siklni aylanib keladimi? Hamma narsa shunaqa qilib aylanadi deydi. Makrokosm bilan mikrokosm bir xil deydi. O'shaning uchun seni muvofiq bo'lishing kerak. Sen o'sha tepaga muvofiq bo'lishing kerak. Ichingda nima deydi, ham o'sha narsa bo'lishi kerak deydi ichingda. Buni dinimiz nima deb talqin qiladi? Agar sen hammaga ichingdagi tashqaringda bo'lsa, hammaga ezgulik qilsang deydi, sen jannat eshiklari sen uchun ochiq deydi. Hermes Trismegiz dinimiz barpo bo'lgandan ancha oldin bo'lgan, o'sha izumrud skrijalini, ana shu izumrud skrijalini kimda nimasidan topgan? Hop, kimida yozib olmabman o'shani. O'shani qabridan topgan. Butun anaqani Osiyoni bosib olgan odam kimida? Butun Osiyoni bosib olgan odam o'zimizni Osiyodan desam, yo'q, o'zimiznikilardan desam, kimida? Latofatxon. Butun Osiyoni nimani bosib olgan odam. Yozib olmabman, qaranglar. Yana dars aytaman. O'shani anaqasidan qabridan o'sha izumrud skrijalni topgan. Izumrud skrijalda mana shu shunaqangi nimada 7 ta qonunni yozgan. O'sha 7 ta qonunini butun astrologiya, fizika, metafizika, matematika, meditsina, kosmetologiya, psixologiya hammasi talab Newton qonunlari aynan o'sha Hermes Trismegisni mana shu 7 ta qonunidan kelib chiqib, Newton qonunlarini yozgan deb degan kitobida shunaqa deb yozib chiqqan. Bu nima edi? Kitobini ham, bu sizlarga olayotgan kitobimni ham yozib qo'yaman. O'sha kitobdan olib o'qib shu nimalarga keldim. Xo'p, endi zakon соответствия. Ichingda nima bo'lsa, bizni dinimiz nima deydi? Agar sen ichingdagini deydi, ichingni bu dunyo deydi, nima? Bu dunyo faqat sinov deydi. Sinovlardan o'tasan, ichingni tozalaysan, ichingdan tashqaring bir xil bo'ladi deydi. O'shandan keyin senga jannat eshiklari ochiq deydi. Hermes Trismegis nima deydi? Mana makrokosm bilan mikrokosm bir xilligi uchun deydi, bir xil bo'lganligi uchun iching bilan tashqaringni sen tushunib olganingdan keyin deydi, iching bilan tashqari bir xil, bir sinxronda bo'lgandan keyin senga tepada osonroq bo'ladi deydi. Dinimiz buni mana bunaqa deydi. Ichingdagi bilan tashqari bir xil bo'lgandan keyin, hammaga ezgulik qilgandan keyin, sinovlardan o'tgandan keyin jannat eshiklari senga ochiladi deydi. Jannatda alohida kvartira bor senga deydi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak. Hermes Trismegiz shunaqa deydi. Tepa bilan past bir xilligi uchun deydi. 3 marta qaytaryapman. Shunday narsani 4 marta qaytaraveraman. Tushuntirib, Aleksandr Makedonskiy da. Aleksandr Makedonskiyda anaqasidan topilgan, qabridan topilgan o'sha nima. Yetkazdirib beraman deymanda, shuni qayta gapirganim o'zim bilmay qolaman. O'sha sizni ichingizdagi tashqaringizda deydi, ichingdagi deydi, tashqari bilan bir xil, bir sinxronda bo'lish kerak deydi. Endi bunga aytadigan bo'lsak, pulda nima aloqasi bor? Siz aytchi, pul kimlarga keladi? Pul hamma narsani o'zini xohishiga ishlatadigan insonlarga keladi. O'zini xohishiga. Biz xohishlaringni o'tgan darsda yozib kelinglar, yozib chiqinglar deb anaqa berdim men. Xohishlaring qanchalik tupoy bo'lsa, sizlarda fikrlaringcha, endi meni fikrimcha emas, qanchalik tupoy bo'lsa, masalan, men sizlarga hozir aytsam, meni o'zimni xohishimni. Men matras olmoqchiman. Matras olmoqchiman hozir. Matras olmoqchiman deb silliq bor-ku, ana shu silliq matrasdan olmoqchiman. 2 million turar ekan.
O'ylab, kimdir aytadi hozir, o'ylab bitta matras ololmadingmi shuncha ishlab deydi. Kimdir, shu maqsadmi deydi. Kimdir aytadi. Kimdir aytadi. Nima deydi? Matras deydimi deydi. Hamma uchun anaqa, nima deydi? G'alati. Mani maqsadim g'alati hamma uchun. Ana maqsad ana shunaqa bo'lishi kerak. Boshqa odamlar uchun g'alati bo'lishi kerak. Sen sayohatlar orzu qilmaysanmi? Sen ering senga gullar sovg'a qilishini, bir narsalar qilib kelishini xohlamaysanmi? Bu hamma xohlagan narsa. Tushunyapsizlarmi? Hamma xohlagan narsalar bular. Shunaqangi narsa men uchun udobniy bo'lishi kerak. Men mana bu nimamda xonamda bir narsalar qilmoqchiman, orqamga bir narsalar osib tashlamoqchiman. Shunaqangi bir hech qayerda yo'q bo'lsa-yu, arzonroq bo'lsa. Bilasizlarmi, bunday bir narsalar juda ham qimmatga hozir allambalo suvenirlar. Qani bitta suvenirim bor edi. O'sha suvenirlar juda qimmatku, bir 5 millionmi, 4 millionmi deydi. O'shanaqangi suvenirlar olgim keladi, bunday qilib orqamda ko'rinib tursa chiroyli bo'lib deyman. Shunaqalar xohlayman, shuni yozib chiqaman. Qanchalik boshqalarga ahmoqona tuyulsa, ana o'sha shunchalik o'sha maqsad sizniki bo'ladi. Men o'shani yozib chiqinglar degan edim. Yangi yilga, masalan, 2026-yilga nimalar xohlayapsiz? Nimalar bo'lishini xohlayapsiz? Hammasini yozib chiqing dedim. Qanchalik u to'poy bo'lsin, qanchalik to'poy, qanchalik hech kimga qiziq emas bo'lsin, shunchalik yaxshi bo'ladi dedim. O'shani yozib chiqqaningizda kimiki bu? Bu maqsadlar kimiki degan 2-3 ta texnikalar o'rgatgan edim. Ana shu texnikalar asosida qilsalaring, sizlarga уже pul tushib boshlaydi. Nimaga? Sizlar ajratib boshlaysizlar. Kimiki u? Masalanda men 2tagina odamda o'qiganman. Ko'p o'qiganman, kurslarni 2ta. Men bilaman, sizlar ko'pchiliklaring juda ham ko'p anaqalarni eshitib yurasizlar. Har xil psixologlarni eshitib yurasizlar. Men professional kursda o'qib boshlaganimda menga aytdi, o'sha ustozim menga aytdi, bittada o'qinglar dedi. Hech bo'lmasa hozir professional kursda o'qiyotganlaringda bitta psixologda o'qinglar. Sababi energiya har xil, bilim daraja har xil. Mana bu platforma har xil. Platforma har xil dedi. Tushunyapsizlarmi? Har xil. Chalkashib ketasizlar, topolmaysizlar, kimdan natija olganliklaringni bilmaysizlar dedi. O'shaning uchun bitta odamda o'qinglar dedi. Ana shu gap, ana o'sha gap. Menga to'g'ri kelganda, o'shandan keyin men 2 dona anaqada o'qiganman. Ikkalasida, yo unisida o'qiyman, pulim yetsa bunisida o'qiyman, pulim yetsa bunisida o'qiyman, pulim yetmasa bunisida o'qiyman. Ana o'shana qilib ikkalasida yuraveraman. Demak, mana bu nima bu? Aslida bu ham programma. Aslida bu ham bu meniki emas. Menga bu ham singdirilgan. Tushunyapsizlarmi? Bitta odamda o'qi. Men nima qilyapman? Unga sodiqligimni ko'rsatish uchun, o'zimni tan oldirtirishim uchun, shunaqa dedi ustozimligi uchun men ham o'sha programmani bajarib yuribman. Aslida bu men emasman, u ham programma. Lekin bu programma meni barbod qilyaptimi, rivojlantiryaptimi? Savol sizlarga. Sizlarga savol. Rivojlantiryapti. O't. Menga telefon kerak, qizim. Telefon olib kelib ber. Meni rivojlantiryaptimi bu programma? O'shaning uchun sizlarga aytdim. Demak buni qoldiramiz dedim. Men sizlarga aytdim, pul haqida tushunchalaringni yozib chiqasizlar. Pul haqida tushunchalar, pul qo'lda kiri, pul o'ydi, pul bo'ydi. Kimiki u? Birinchi savol beriladigan savol. Bu programma kimiki? Menga mana shu programma kim tarafdan singdirilgan? Menga o'qituvchilarim, maktabdagi daraxt bir joyda ko'karadi. Menga qara, daraxt bir joyda ko'karadi. Bitta joyda indamay bitta ishni qilsang, bu nima? Bu ham programma.
man o'zim tug'iliboq bunaqa nima bo'lib ketmaganman, nima deydi, bitta narsani ushlashim kerak degan fikrga kelib qolmaganman. Bu ham programma, bu ham menga tashqaridan singdirilgan. Bu asl man emasman. Menga ustozim ham shu narsa menga yoqdi, man qilib boshladim. Endi bu programma meni rivojlantiryaptimi, barbod qilyaptimi? Meni rivojlantiryapti. Sizni ham pulga nisbatan qarashlaringiz bo'lishi mumkin, anaqalaringiz bo'lishi mumkin. U programma sizni pulga nisbatan programmalaringiz sizni rivojlantiryaptimi, barbod qilyaptimi? Bordir balki shunaqa, sizni rivojlantirayotgandir. Masalan, menga keladi, klientlarim keladi. Yaxshi kurslarda o'qib yurgan klientlarim keladi. Men ularga aytaman, nima qilay, ana shu zo'r kursdan men natija ola olmadim. Shunaqangi asabim buzilib qoldi, unaqa qildi, bunaqa qildi. Keyin men ularga aytaman, menga qarang, u zo'r kurs, u zo'r anaqa master, u zo'r vaqt kerak unga. Yaxshilab o'tiring. Qaysi nimalarini qildingiz? Qaysi nimalarini anaqa qildingiz? Meni vijdonim qabul qilmaydi. Mendan konsultatsiya olmasanga tushuntirib beraman deyishga meni vijdonim qabul qilmaydi. Hozircha bilmayman. Shunaqangi nimaman. Yo'q, men hozir xuddi xayolimda men uni aldab qo'yayotgandek. Xuddi xayolimda men uni aldab konsultatsiyamni sotayotgandek bo'lib qolaman. Men tushunib turaman, u zo'r psixologda o'qigan. U zo'r manaman degan kursni sotib olgan. Lekin uni aniq qilish uchun unda vaqt kerak, unda singish kerak butun tanaga. U energiyalarda yashash kerak. Uni hayotida tatbiq qilish kerak. U hayotida tatbiq qilgan yo'q-da. Kurs tugagan 2-3 kun o'tgan, menda umuman bo'lmadi natijada o'tiribdi. Men unga meni kursimni sotib ol deyishga uyalaman, qo'rqaman. Qo'rqamanmi, uyalamanmi? Endi mana bu pulga nisbatan kачество. Meni nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysizlar masalan? Barbod qiladimi yoki rivojlantiradimi? Meni kursimni sotib ol, men senga hammasini tushuntiraman. Ikkitagina darsini sotib ol, shunday yordam beraman deb men unga kursimni sotsam. Bu meni pulga nisbatan. Men o'ylaymanki, shunday qilsam, bu noinsoflik deb o'ylayman. O'zi zo'rg'a pulini bunday qilib, ana u qimmat kursni sotib olgan. Ozgina vaqt kerak, u kursdan zo'r natija ko'radi deb o'ylayman. Mana bu yerda meni nafsim ham bor, meni yashashim bor, iPhone'larda pulini to'lashim kerak. Men unga aytkim kelmaydi. Unaqa qilma, yo'q deyman. Meni pulga nisbatan nazarim bor. Meni pulim unga bitta o'sha odamga bog'liq emas. Men xohladimmi, pulga ochiqmanmi, pul hamma joydan menga kelaveradi. Agar men o'ylaymanki, agar shunga yopishib olsam, ras o'zini oyog'i bilan keldi-ku. Mendan so'rayapti-ku, pulini to'lasin, keyin konsultatsiya o'taman. Mayli, hammaga 500 ming, sizga mayli 200 ming desam. Yo'q, unaqa deb bo'lmaydi. O'zi zo'rg'a pulini to'lab olgan deb o'ylayman. Mana bu meni kачество, mana bu meni program, bu meni kачество emas, bu meni programma. Bu programma meni barbod qilyaptimi yoki rivojlantiryaptimi? Kim aytadi? Bu yerda maqtash bo'ldi, конечно, o'zini. Lantiryapti, конечно. Eshitilmadi, bitta menga eshitilmadimi yo hammaga eshitilmadimi? Telefon kerak menga. Ber telefon. 64. Zaryadga qo'yaman. Rivojlantiryapti, qisqasi. Meni rivojlantiryapti. Demak, rivojlantiryapti meni. Chunki bu kimgadir to'g'ri, bu noto'g'ri demoqchi emasman. Kimdir shunaqa qilsa, men xafa qilmoqchi emasman u odamlarni. Men shunaqa deb o'ylayman. Agar zo'r anaqada o'qigan bo'lsa, menda hech narsa bo'lmadi deb keladigan bo'lsa, men shunaqa deyman u odamga. Oxirigacha qilmagansan, o'zingga kel deyman. Mana shunaqangi joylaring bo'lsa, o'zlaringga chuqur o'tirib, chuqurlashishimga ruxsat beraman deb turib, bu kачеством, pulga nisbatan bu nazarim meni rivojlantiryaptimi, barbod qilyaptimi deb o'zlaring bilan haqqoniy gaplashib o'yla. O'sha narsani qoldirib, qolganini sizni barbod qilayotgan bo'lsa,
birinchi darsda yaxshilab eshitib chiqasizlarda, eshitib chiqqanlaringdan keyin o'shana qilib ishlab chiqasizlar o'zlaringni ustilaringni. Mana shu narsa kачестволарing. Ana o'shani ustida o'ylaganlaringni o'zida chuqur DNKgacha yetib boradi. Chuqur DNKgacha. Chunki siz qancha men ilohiy xizmat qilib tashladim. Qancha xizmat qilib tashladim. Uni aldab, keyin men sizga menimchaga desam bo'lar edi. Bu nima bo'lardi? Bu yana sikl bo'lib qolardi. Bu yana haligi joyiga kelib aylanib o'sha joyga kelib qolgan bo'lardim. O'sha topgan pulim aldab so'ldab mendan konsultatsiya olsa bo'ldi. Men shu nimamnidir sotsam bo'ldi. Bugun pul qilsam bo'ldi. deb topgan pul, men shunaqa deb o'ylayman. Bu hammaga ham tegishli emas. Menga ishlagan narsa sizga ishlamaydi, sizda ishlagan narsa menda ishlamaydi. deb topilgan pul men shunaqa deb o'ylayman. Bu baribir yo meni u narsaga ongim tayyor bo'lmasa, yo kasallikka chiqib ketadi, yo nimalikka chiqib ketadi, nimagadir chiqib ketadi. To'yis tatimaydi menga. Men shunaqa deb o'ylayman. O'shaning uchun agar unga normalniy anaqada bo'lsa, nima qilay endi deb kelsa, uni qo'lidagi ishi yaxshi kurs bo'lsa, men unga borimcha yordam beraman. Chunki u odam rivojlanishga intilib yotibdi. Shunaqalar bor, shunaqangi odamlar bor, уже kirib kelishi bilan shunaqangi mana shu aytdim og'irlik bo'ladida. O'shan bilan shunaqa pulga talashaman, shunaqangi pulga talashaman. Yo'q, menimcha qilib bering. Menimcha yo'q. Menimcha yo'q. Sizga menimcha deb turaveraman. Shunaqangi o'zi kirib kelishi bilan уже menga tiqir qilib yozishi bilan tiring etib сообщение keladi-ku. Ana shu сообщениesidan bilib bo'lamanda o'sha odamni. O'shaning uchun shunaqangi odamlar bilan shunaqangi joylari bo'lib qoladi. Bu meni programmam. Shu programmalaringni bilganlaringdan keyin, ochib tashlaganlaringdan keyin qancha men yordam berganman unga. Uni pulini aldamaganman, uni pulini aldab undan foydalanmaganman degan anglash ketishi bilan siz ana shu platformani eritib yorasiz. Platformani eritib yorgandan keyin uni tagida turgan davay men seni polingda, seni maydoningda men ko'pman deb turgan pullar chiqib boshlaydi. 200, 400, 600 qilib kelib boshlaydi. Tushunyapsizlarmi? Ana shu nima uchun o'tirib yozib chiqish muhim. Aynan hozirgi nimada treningimizda. Keyin уже pullik qilaman, initsiyatsionniy qilaman. Unda уже yozib o'tirmaysiz, faqat уже tozalangan bo'lasiz. Mana bu yerda yozib tozalanyapsiz. Tozalangan bo'lasiz. Tozalanganingizdan keyin initsiyasiya eshitishingiz bilan anaqa pullar tushaveradi. Shunaqangi kurslar turi bor. Buni ko'pchiliklaring bilasizlar. Yana bitta aytib o'tishim kerak. Mana shunaqa qilib qilinglar degan edim. Mana shunaqa qilib vazifalarni bajaringlar, maqsadlarni yozinglar degan edim. Mana o'shani qilish kerak. O'shaning uchun qilish kerak juda ham. Endi siz aytishingiz mumkin. Zakon соответствияni o'tyapmiz hozir. Muvofiqlik qonuni. Siz aytishingiz mumkin. Qadrli Shahnozamiz, men juda ham ichim ochiq insonman. Men xasis emasman. Yeb o'tirgan narsamni hammaga ulashaman. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Men juda ham yaxshi insonman. Lekin nimaga meni qo'limda pul turmaydi? Nimaga pul kelmaydi? Nimaga men qashshoq yashayman? Nimaga hamma mazza qiladi? Aman mazza qilolmayman degan savol bo'lishi mumkin. U shundan dalolatki o'rtoqlar, sizlar har bitta qilayotgan, yeb turgan ovqatlaringni berayotgan bo'lsalaring, kiyib turgan kiyimlaringni berib yorayotgan bo'lsalaring, oxirgi pullaringni berib yorib yordam berayotgan bo'lsalaring, zakon соответствияga to'g'ri kelmayapsizlar. Demak, qilayotgan ishlaring ichlaringga to'g'ri kelmayapti degani. Men ham shunaqa edim. Men o'tirardik, hammamiz, men endi kelinman, ovqat qilardik. Ovqat yetmay qolsa, ko'chadan qaynag'am kelib qolsa, men yeb turgan ovqatimni shunday qaynag'amga berardim.
man o'zimni judayam yaxshi ayolman deb yurardim. Judayam yaxshi insonman deb yurardim. Ko'chaga chiqib hech kimga birovga yomonlamayman. Hech kimni uyiga borib o'tirib olmayman. Endi sababi bitta qarindoshim yo'q. O'tirib olsam ham borib erimnikiga, erimni qarindoshlar chaqirgan qarindoshlarnikiga borib o'tiraman. Ularni tanimayman. Birovga yomonlashdan menga anaqa yo'q, naf yo'q. Chunki tanimayman ularni. O'zimni qarindoshlarim uzoqda. Ularni yomonlaymanmi, maqtaymanmi, menga issig'i ham yo'q, sovug'i ham yo'q. 20 yildan beri ular tug'di, to'y qildi, tug'ilgan kun qildi. Men bora olmadim. Qaysi birigadir borib yarim soat o'tirib turib ketdim. Menga anaqa yo'q. Tushunyapsizlarmi? То есть men zo'r insonligimdan u ishlarni qilib yurmaganman. Просто shunaqangi uzoqdan bo'lib kelganim uchun, qo'shila olmaganligim uchun qilmaganman shu ishlarni. Tushunyapsizlarmi? No, o'zim haqimda shunaqangi yaxshi fikrda edim. Og'zimdagini shunday olib odamlarga berib yoraman. Yechib shunday berib yoraman. Hech kimni orqasidan gapirmayman. Eshitayda turib qo'shnilarni yomonlamayman. Nimaga meni pulim qo'limda ko'payib ketmaydi degan narsa meni yillar davomida, nimaga meni erim ha deganda menga xiyonat qilaveradi degan rosa meni shuncha payt anaqalar yeb kelgan. Demak, meni tashqaridagi harakatlarim ichimga muvofiq bo'lmagan, o'rtoqlar. Ichimdagi, tashqarimdagi muvofiq bo'lganda edi, menga pul yengillik bilan kelaverar edi. Endi shu joyda hozir siz xohlagan pul, endi biz xohlagan pul har doim kelavermaydi-yu, lekin har bitta insonni, har bitta odamni nimasida, polasida qanday baxtsiz, xafa bo'lgan kunlari ko'p bo'lsa, qanchalik omadli kunlari bitta ikkita bo'lsa, qanchalik pulsiz, pulli kunlari ko'p bo'lsa, xuddi shunday bir xil распределение bir xil bo'ladi. Pul ham xuddi shunday normallik. Ro'parangizdagi qo'shningiz qanday yashayotgan bo'lsa, siz ham shunaqangi yasha olasiz degani. Sizda ham shu, siz men qarab turgan men shuncha narsani bilyapmanmi? Men bunaqa bo'lib tug'ilmaganman. Bu yillab o'tirib, yozib, chizib mehnatimning natijasi. Men hozir oldindan bilaman. Men haqimda nima deb o'ylayotganligini, nima deb gapirayotganligini men bilib turaman. Boshqa shaharda turib, boshqa xonadonda turib, men haqimda kim nima deyotganligini bilib turaman. Bilib turaman shu narsani. Bu narsa menda tug'ma bo'lmagan. Men o'tirib, yozib, o'zim ustimda ishlayverib, shu narsani men o'zimda rivojlantirib olganman. Men qila oldimmi? Sizlar ham qila olasizlar bu narsani. Tushunyapsizlarmi? Aytyapman-ku, baland, past, boy, kambag'al, bu aqlliroq, men kalta fahmman degan narsa yo'q. Hamma bir xil, faqat platforma har xil. Siz turgan platforma har xil. O'shaning uchun nima deyman deb boshlovdim? Shunaqa ham psixolog bo'ladi. Srazu nima demoqchiligim esimdan chiqib ketdi. Вот, chiqib ketyapti hozircha. Вот, endi o'shaning uchun siz ichimiz tashqariga qilayotgan harakatimizga muvofiq emas, o'rtoqlar. O'shaning uchun siz xohlagan pul hayotingizda yo'q. Hammani xohlagan hayot. Masalan, qayerdan bilsak bo'ladi? Bolangiz kelib sizga menga iPhone olib beraylik, iPhone olaylik. O'zidan o'zi. Oilangizda hech kim iPhone ishlatmayapti. Sizlar Samsung ishlatasizlar, Mi ishlatasizlar, boshqa. Endi bilasizlar, iPhone har bitta telefondan bir 10 karra doim nimaroq bo'ladi, qimmatroq yuradi. iPhone olaylik deb qoldi. Yoki bo'lmasa, men bu yerga boraylik, bolam pul qaytdi. Demakki, u bola aytmoqchi sizga, shu ishni qila olamiz demoqchi. Menga yaqinda mana shu hozir yo'qlar, savol berdilar lichkamga. O'g'lim palon joyga bormoqchi, palon imtihonini topshirmoqchi. Shunga nima deysiz, Shahnozaxon? Shunga borsinmi, o'ta oladimi? Uni diliga soldimi, o'rtoqlar, bolani diliga, любой odamni diliga soldimi, demak siz o'shani bajara olasiz. Demak u bekorga sizni dilingizga solinmadi. Sizga psixologiya tilida tushuntiradigan bo'lsam, siz bitta vibratsiya, radio to'lqin bor-ku, radio to'lqinda siz turibsiz hozir. Radio chastotada turibsiz. Siz nimanidir xohladingiz, qanaqadir bolachani misol qilib oladigan bo'lsak, qaysidir o'qishga kirgisi keldi, qaysidir nimani fanni yaxshilab o'rgangisi keldi.
Keyin o'rgangisi kelgandan keyin u vibratsiyalari bilan o'y-xayol o'zidan vibratsiya tarqatadi. O'sha o'y-xayoli vibratsiya tarqatdi. Vibratsiya tarqatganidan keyin boshqa radio to'lqin vibratsiya bo'lib, mana shu yerda shunaqa imtihon bo'lyapti degan unga nima keldi? Nima deydi? Xabar keldi. U onasiga aytdi. U o'y-xayolidan nimaga, kosmosga, galaktikaga, borliqqa anaqa jo'natdi. Nima deydi? Murojaatnoma jo'natdi. Uni murojaatiga asosan o'sha xabar keldi. U xabar keldimi? Demak, u qila oladi shu ishni. Biz inson aqlida turib, inson nimasida turib biz nima deymiz? Biz aytamizki, qila olasanmi? Qo'y, pulimiz yetadimi hozir? Unaqa edi, bunaqa edi deb boshlaymiz. Deb boshlaganimizdan keyin u ikkilanganimizdan keyin ana bu anaqalar nima deydi? Vibratsiyalarimiz ikkilanishga qarab ketib qoladi. Ikkilanuvchi to'lqinlarni tuta boshlaydi. Ikkilanuvchi vibratsiyalarni to'lqinlar tuta boshlaydi-da, keyin bitta ona keladi, bitta bola men boruvdim ekka, vobshe yaxshi o'qitmas ekan deydi. Yo'q, borib yurmanglar, yo'q, men olib boruvdim o'g'limni, bo'lmaydi u deydi. Tushunyapsizlarmi? Keyin o'sha yana battar ikkilanasiz. Yana battar ikkilanganligingizdan keyin u butunlay o'zingizni so'ndirasiz. Nima bo'ldi? Qalbingiz, ongingiz, xayollaringiz xohlagan narsani so'ndirib, tiqadigan joyga tiqib yubordingiz. O'shaning uchun birinchi o'rinda biz hozir o'zimizni kechiramiz. Ozgina qilamiz bu narsani. Hozir bemalol suvlaring bo'lmasa, chiqib suv ichib kelsalaring bo'ladi, kutib turaman. Suv ko'proq ichinglar. Tezda turib suv olib kelib olinglar. Olib kelib oldilaring, boshlayveraylik. Men shunday suvim chanqab ketdim, olib kelib olay. Tak, hamma joydami? Chuqur nafas oling. Biz hozir o'zimizni kechiramiz. Kechirimni hamma nimani ichida, psixologiyani ichida ancha kechirimni nechimdir marta qilgandursilar, kimnidir kechirgandursilar, necha yillar davomida. Kimdir erini kechirgandir, kimdir farzandini, kimdir otasini kechirgandir. Bugun o'zimizni kechiramiz. Joylashib o'tirib oling. Sochlaringizni yechib tashlang. Chuqur nafas oling. Oyoq qo'llaringiz ochiq, krest shaklida emas, oyoq qo'llaringiz ochiq. O'zingizni bo'sh qo'ying. Ko'zlaringizni yuming. Boshingizdan ichingizga kiring. Ikkita ko'kragingizni o'rtasida qalbingiz bor.
Qalbingiz yoniga boring. Qalbingizni quchoqlang. Qalbingizni qattiq bag'ringizga bosing. Qalbingiz haqida qachon oxirgi marta o'yladingiz? Uni borligi haqida xabaringiz bormidi o'zi? Uni o'zini xohishlari, uni o'zini orzulari, uni o'zini maqsadlari, unutilib ketganidan xabaringiz bormi? Uni qattiq quchoqlang. Unga sog'inganligingiz haqida ayting. Uni uyg'otgani kelganingiz haqida ayting. Qalbingiz bo'ylab ichkariga kiring. Uzun koridor. Koridor bo'ylab ichkariga kirib keting. Necha yillardan beri tushishni xohlamagan joylarga, unutib qo'ygan joylaringizga tushing. Chuqurroq tushing. Kichkina kattagday xonada kichkinagina o'zingizni ko'ring. O'zingizni qo'llaringizdan oling. Unga nimalar kerakligini so'rang. Katta pul topishimni xohlaysanmi deng. Senga chiroyli kiyimlar olib berishimni xohlaysanmi deng. Ayam bilan dadam oldiga olib borishimni xohlaysanmi deng. U sizga qarab, yo'q, men tosh o'ynagim kelyapti. Ko'chada dugonalarim bilan o'ynagim kelyapti. Men sakragim kelyapti. Sizga qarab, qo'llaringizdan ushlab, mazza qilib o'ynashimga ruxsat ber. O'zim xohlaganimni qilib yashashimga ruxsat ber, deyapti.
Yosh bola bo'lib to'ymadim. Juda tez katta bo'ldim de. Uni qo'llaridan ushlang, boshlaridan siling. Undan kechirim so'rang. Pul topaman deb o'zimni tan oldirtiraman deb sani borliging haqida umuman unutib qo'yibman deng. Mani kechir. Mayli o'yna. Nimani orzu qilgan bo'lsang, hammasini sen uchun yashayman endi. Hammasini amalga oshiramiz. Sanday bo'lib yashashimga va'da beraman. Oson va yengil. Xafagarchiliklarni tezda unutib yorishga, oson va yengillikda maqsadlarimga erishishga, sanday yashashga va'da beraman. Teleportatsiya bu bajarildi. Bu bor. Uni qattiq quchoqlang. Bag'ringizda erib yo'q bo'lib ketsin. Boshingizdan yaratuvchini, sevgidan iborat bo'lgan nuri boshingizdan yuvib, butun taningizni yuvib, oyog'ingizni tagidan nur bo'lib chiqib ketyapti. O'zingizga minnatdorchilik bildiring. Yaratuvchiga minnatdorchilik bildiring. O'sha atrofingizdagi xonaga minnatdorchilik bildiring. Koridor bo'ylab qayting. Qalbingizga qayting. Qalbingizdan o'zingizga qaytsangiz bo'ladi. Yaxshimisizlar? Bajara oldilaringmi? Shahnoz opa. O'zlaringni kechirish judayam muhim. O'zlaringni kechirganliklaringdan keyin asli yosh bolaliklaringda nimani xohlaganlaring yodlaringga tusha boshlaydi. O'tgan dars tushuntirgan edim. Boshqa odamni maqsadidan ko'ra, sizni o'zingizni maqsadingizni eslab, yodingizga tushirib, o'shani qilib boshlash ko'proq tezroq pul olib kelishga anaqa bo'ladi. Nima deydi? Tezroq bo'ladi shu narsa. Chunki u sizni o'zingizni tajribangiz, chunki siz u o'zingizni hayotingiz. Boshqaniki boshqa. O'tgan darsda tushuntirib berdim. Mani ustozimniki, ustozimning o'zini yo'li bor. Men ustozimday pul topishni xohlayman deb men borliqqa signal berdimmi, borliqqa murojaat qildimmi, u menga
u srazu qalb yopilib boshlaydi. Srazu qalb yopilib qoladi. Srazu. Nimaga? Chunki u qalbimni yo'li emasdir. U ustozimni yo'li boshqachadir, mani yo'lim boshqachadir. O'shaning uchun siz o'zingiznikini eslashingiz juda ham muhim. O'zingiznikini eslashingiz uchun siz o'zingizni kechirib olishingiz kerak. Murojaatki man nimanidir eslolmayapsiz. Nima xohlayman man o'zi degan savol ko'payib ketyaptimi sizda? Srazu murojaat qiling. Man eslashga tayyorman. Yodimga olishimga tayyorman. Nimani xohlayotganligimni yodimga olishga tayyorman. Ruxsat beraman. Srazu keladi. Hozir mana bu chatni boshlashimdan oldin anaqada Sinelnikovni bilasizlar, Dardingni sev degan anaqa. Dardingni sev degan kitobni yozgan nima? Muallif Vladimir Sinelnikovmi? Sinelnikovni Instagramda anaqasi bo'layapti ekan. Jonli nimasi bo'layapti ekan. Qaysidir kursini reklama qilib tushuntirib beryapti ekan nima haqidaligini. O'sha yerda aytib beryaptilarda, men nima qilishni ko'proq pul topishim uchun deyapti. Ko'proq pul topishim uchun. Endi qanday qadam tashlay deb farishtalarimga murojaat qildim deyapti. Yozib olasizlarmi shuni? Bu biz doim qilib yuramiz. Buni biz boshqa odamlardan, ustozlarimizdan o'rganganmiz. Ustozlarimiz, navernoye, Sinelnikovdan o'rgangandir. Buni biz anchadan beri qilib yuramiz bu narsani. Anaqa praktika yozib olasizlarmi? Men xohishlarimdan kelib chiqib yozib olinglar. Xohishlarimdan kelib chiqib ko'proq pul topishim uchun keyingi harakatim qanaqa bo'lishi kerak? Endi nima qilay deysizlar-da qisqasi. Nima qilay endi deysizlar. Keyin o'sha Sinelnikov aytayapti prямой efirida, shunaqa duvdim deyapti. Kursdoshlarim menga kitob tavsiya qilib qoldi deyapti. Kitob tavsiya qilib qoldi. Kitob tavsiya qildi. O'sha kitobni deyapti, ertalabgacha o'qib chiqdim deyapti. Ertalabgacha shu kitobni o'qib chiqdimda, ishimda qaysidir anaqasida men uni shu ish menga yoqadi deb o'ylamovdim. Shu kitobni shunaqangi o'qib chiqdimda, o'sha kitob bo'yicha klientlarim bilan ishlay boshladim. Klientlarim bilan ishlaverdim deyapti. Keyin bitta metodika o'ylab chiqdim deyapti. Ana o'sha murojaatimdan keyin deyapti. Endi nima qilay? Endi nima qilay deb, endi keyingi nimamni ko'rsatib beringlar, duvdim deyapti. Tak. Vazifa. Kech bo'ldi shekilli. Hamma nima qilib ketdi? Vazifa. Qarab kelasizlar, xohlasalaring yozib chiqasizlar. Qayerga pul chiqarish sizga qiyinchilik tug'diryapti? Masalan, Wi-Fi to'layotganda Wi-Fi pul tugab qolganda, bolalarim, aya Wi-Fi pul tugab qopti desa, men nima to'layman deyman. Erim to'lasin deyman. Qiyinchilikmi? Qiyinchilik. Yana qayerlarga o'zingizga yangi kiyim olishga nima qilayotgandirsiz? Chiqarish qiyin bo'layotgandir sizga. Qarab chiqasiz, qayerlarga nima olayotganligingizda yoki qayerga pul chiqarayotganligingizda sizga qiyinchilik tug'diryapti.
o'zingiz uchun qilgan, uyingiz uchun qilgan har qanday ish bu investitsiya. Chiqim degan narsa yo'q. Bilasizlar, buni hamma biladi juda yaxshi. Bu investitsiya. Investitsiya nima? Siz sarmoya kirityapsiz degani. Sarmoya kirityapsiz o'zingizga. Chiroyli bo'lib yurishingizga, sochlaringiz yaltirab turishiga, yuzlaringiz tiniq bo'lishiga, kremlar olganingizda siz o'zingizga sarmoya kirityapsiz. Yangi telefon olganingizda mazza qilib telefonga qarab, yozib, bunday yorqin ranglari bilan qarayapsiz. Bu bizni sotsium, bizni jamiyatimizni bitta anaqasi. Uni bajarishimiz kerak. Qolib ketgan mana bunaqangi eski anaqada telefonda nima qila olmaysiz-ku, o'tira olmaysiz-ku. Xira telefon asabingizni buzadi-ku. Yangi telefon bu anaqa qilish. Pulda sarmoya kiritish, o'zingizga sarmoya kiritish. Biz o'tgan safar gaplashuvdik. Pul faqatgina muhtojlikka keladi. Muhtojlik degan narsani biz tor ma'noda tushunamiz. Muhtoj odam tushunamiz. Kambag'al, qashshoq odam deb tushunamiz muhtojlikni. Muhtojlik degan so'z bu noto'g'ri talqin qilingan. Noto'g'ri emas, tor talqin qilingan. Tor talqin qilingan. Uni kengroq muhtoj judayam zarur. Menga mana shu telefon judayam kerak. Mana shu menga taqinchoq judayam kerak. Ana o'shanday hisga pul keladi. Yugurib keladi pul. Ana o'shanaqangi hisga, muhtojlikka. Muhtojlik deganda qashshoqlik, kambag'allikni nima qilmang. Anaqa qilmang. Siz ana o'sha narsaga, mana shu yangi kiyimga, yangi taqinchoq, nimaga men ham taqishim kerak, taqqim kelyapti. Ayolman, bir narsalarni qilishim kerak. Hozircha tilla olishga pulim yo'qmi? Kumush olishga pulim yo'qmi? Hozircha boraman-da bijuteriya olaman. Menga bugungi kunda masalaga to'g'risini aytaman, hozir juda chiroyli bijuteriyalar chiqib ketgan, bilasizlar. Bitta anaqasi, nimasi 500 ming deydi. Bitta komplekt olaman, uzuk anaqa qilib komplekt olaman desangiz 1,5 milliondan oshib ketyapti. Ana o'shanaqangi bijuteriyani men necha oylardan beri, yozlardan beri o'zimga o'zim menga masalan pul chiqarish qiyin bo'lib turibdi. Men o'sha narsani yozdim. Bijuteriya shuni olish menga qiyin bo'lib turibdi. Voy o'le, nima deyapman. No, bu mani stilimga, betakror bo'lishimga, o'zimga o'zim chiroyli bo'lib ko'rinishimga bu sarmoya bo'ladi. Shuni unutmanglar. Siz qanchalik arzon narsaga, ana o'sha bijuteriyani arzon varianti ham bor. Lekin men arzon variantini olgim kelmayapti. Chunki arzon variant srazu bilinib turadi. Bitta men o'zimni barbod qilyapmanmi yoki rivojlantiryapmanmi? Savol sizlarga. Yapsiz. Nima Bizni qilyapman? rivojlantiryapsiz-da bu yerda hozir siz. Farog'atxon, o'zim barbod qilib tashlayapman. Aha. Keldimi, значит, olaman, men olishim kerak. Ama ikkilanib yuribman. Keldimi, значит, olaman. O'zimni xursand qilishim kerak, sarmoya kiritishim kerak. O'zimga sarmoya kiritishim kerak. Qancha men o'zimni ishimga mikrofon olsam, yangi telefon olsam, bir narsalar olsam, lampa olsam, stol olsam, ruchkalar olsam, bu meni ishimga kerak, tushunyapsizmi? Meni ishimda bemalol bo'lishim uchun, taqinchoqlarim bilan bunday qilib chiroyli bo'lib, betakrorlik obrazini yarata olishim uchun. Bu menga sarmoya. Qanchalik narsa arzon bo'lsa, u odamga, bu narsani 100 marta eshitgandirsizlar. U arzon narsaga kimlar ishlaydi? U demak, u ishchiga o'shandan 10dan 1ni to'laydi. 10dan 1 degani u qancha pul degani? U qiyinchilik bilan tikkan o'sha narsani. Qiyinchilik bilan yasagan. Padaringga ming la'nat deb yasagan. Hech kim kopeyka olsa, juda ham kam pul olsa-da, mazza qilib ishlamaydi-ku. Katta pul olsa, qimmat narsa tiksa, qimmat narsa yasasa,
bundan $500 qoladi deb qilsa, buni biror bir boy oladida, olgandayam uncha muncha odam olmaydida buni deb degan energiyani berib yasaydi. Degan energiyani berib tikadi. Nima qilyapman? Mana bu anaqamda maqsadimda o'zimni barbod qilib o'tiribman. Mana shuni ajrata olishingiz kerak. Qarab kelasiz, birinchi vazifa qayerga pul chiqarish sizga qiyin. Qiyin bo'lyapti. Nimaga pul chiqarish? Qiyin bo'lyapti. Srazu oldingi vazifalarimga ulab ketasiz. Aytasiz o'zingizga. Bu kimniki? Kim aytayapti? Menga hozir. Bijuteriyaga 1,5 million chiqarasanmi? deb kim aytayapti manda? Manda mani ayam aytayapti hozir. Ayam aytayotgandir yana. Bu mani programmam emas. Bu narsa meni barbod qilyaptimi, rivojlantiryaptimi? Meni barbod qilib tashlayapti bu programma. Demak, men hozircha pul keladi, keyin olaman deb anaqa qo'yishim kerak yoki borib hech bo'lmasa bitta anaqasini olib kelishim kerak. Bitta uzugini, bitta baldag'ini olib kelishim kerak. O'zimga уже investitsiya kiritib boshlashim kerak. Men pul ko'proq kelishini xohlayapmanmi? Hozir biz pul qonunlari haqida gapiryapmiz. Endi ikkinchisi vazifalar haqida yozib oling. Agar sizga qiyin bo'lsa, qiziq bo'lsa, qiyin bo'lsa debman. Qaysi tomonga kengaymoqchisiz? Masalan, men psixologman. Men endi jonli anaqalar, men o'zimkini aytaman, sizlar o'zlaringizkini qilaveringlar. Men endi bunaqangi onlayn emas, jonli odamlar yig'moqchiman. Men o'sha tarafga qarab kengaymoqchiman. Siz o'zingiznikini yozasiz. Qanday keng? Masalan, sotuvchidirsiz. Men endi o'zim boshqarishda, magazinda o'zim boshqaruvchiligini olishga qarab kengaymoqchidirsiz. Masalan, o'qituvchidirsiz. O'qituvchilar qanday kengayadi? Qanday kengayadi o'qituvchilar? Qaysi tarafga qarab kengaymoqchisiz? Balkim chiqib ketmoqchidirsiz. O'zingizni oqtarmoqchidirsiz. Balkim men direktor bo'laman deyotgandirsiz. Qaysi tarafga qarab kengaymoqchisiz? Yozib chiqasiz. Sizdan nima ketdi? Siz yozavering o'sha narsani. Aniq oyiga qancha xohlayapsiz? Bilasiz, agar siz 1 million topsangiz, 10 million deb yoza olmaysiz, chunki sizni ongingiz tayyor emas. Bilasiz, 1 million topsangiz, siz 2 million deb yoza olasiz. 5 million topayotgan bo'lsangiz, siz 10 million deb yoza olasiz. Aniq summa yozasiz. Aniq summa yozasiz. Ongingiz ishonadigan summani yozasiz. Aniq qancha topmoqchisiz? Hayot tarzingiz o'sha pulni olganingizdan keyin, masalan, 5 million topyapsiz hozir, siz 10 million xohlayapsiz. 10 million olganingizdan keyin, hayot tarzingiz qanaqa o'zgarishini xohlayapsiz? Masalan, hozir men 20 million topib tursam, men 40 million xohlayapman. 40 millionga hayotim qanaqangi o'zgarishini xohlayapman? Men xohlayapman, hovlimni oxirigacha remonti tugagani yo'q, hovlimni oxirigacha remontini tugatishni xohlayapman. Bu meni 40 million topganimda, men hovlimga ustiga pul chiqarmayman, o'rtoqlar. Men 40 million topganimdan keyin avtomatik meni erim ham shuncha pul topaveradi. Mendan ko'proq ham pul topaveradi. Meni erim qiladi. Men u 40 millionni o'zimga ishlatishim haqida o'ylashim kerak. O'zimga ishlatishim kerak. Manda yonib turgan narsa yo'qmi? Yonib turgan, masalan, mashinam borda, mashinamni anaqa qilishim kerak. Nimasidir almashtirishim kerak. Bo'laveradi, yuraveraman, nima bo'pti dedimmi? Demak, unga kelmaydi. Demak, pul kelmaydi. Mana shu anaqasini almashtirishim kerak-da, dedimmi? Ana shu 20 million, 40 million bo'lib kelaveradi. Sizlar tushunyapsizlar-a meni? Tushunarli bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti Shahnoz opa.
Yaxshi tushunayotgan bo'lsalaring. Yonib turish kerak. O'sha maqsadingiz yonib turish kerak. Men shu chet elga sayohatga borsam ham boraman, bormasam ham boraman. Chet el sayohat qancha turadi? $1000 turadi, $1,500 turadi. $1,500 meni sayohatimga kerak. Siz har oy xohlayapsiz 40 millionda, har oy sayohatga chiqmaysiz-ku. Yana nimadir ham qilasiz-ku. Kir moshina olaman, matras olaman, gilam olaman. Savol keyin. O'sha pul kelgandan keyin ana shu matraslarni, ana shu gilamlarni ola olasizmi? Shu joyda qo'rquv bo'ladi. Zakon соответствия. Mana bu yerda ichingizda qo'rquv yotibdi. Mana zakon соответствия ichingizdagi tashqariga to'g'ri kelmagandan keyin u pul kelmaydi. Nima qildik biz? Biz o'zimizni kechirib olib, ushalmagan orzularimiz uchun kechirib olib, ushalmagan orzularimizni eslab boshlaymiz. Nimani o'zimizga va'da berganmiz-u, ko'mib borganmiz. Balkim gilamdir, balkim o'sha matrasdir. O'sha payt ichimizdagi qo'rquvlarimiz bizni uyg'ona boshlaydi. Nima uchun uyg'onib ketadi? Bizni bessознательное, ongsizlik boshqaradi. Ongsizlik, bessознательное. U nima degani? Bu masalan, bilasizlar, aysberg bor, rasm bor-ku, shunaqa aysberg, aysbergni pastida okean, o'rtasida okean, okeanning pastida aysbergni mana buncha aysberg. Okeanning ustida mana bunchagina aysberg. Endi tasavvur qiling, bilasizlar, ko'p gapirganman buni. Ana shu okeanning ustida turgan sizni aqlingiz, ongingiz, okeanning tubida turgan mana buncha narsa sizni podsoznание, ongsizligingiz. Nima bo'ladi? Bu yerga qanday informatsiyalar bo'ladi? Bu yerda men o'tgan dars tushuntirib berdim. Masalan, siz keldingizda ukangizni urib tashladingiz. Ukangizni urib yubordingiz. Ayingiz yugurib keldida, "Voy, ukangni ham urasanmi?" dedi. Sizni charsitib qo'yib yubordi. Siz hali uni chirillab yig'laganidan o'zingizga kelganingiz yo'q. Kelib ayingiz sizni charsitib urdi. Hali nima bo'lganini, ukangiz nima bo'lganini tushunganingiz yo'q. Ayingiz nimaga kelib urganini tushunganingiz yo'q. Eshikdan kimdir yugurib keldida, "Nima bo'ldi? Ukangni ham urasanmi? Basharing qursin" deb sizni haqorat qilib tashadi. Ana bu birinchi ukangizni urganingiz, ayingiz kelib shaq etib sizni urgani, qo'rqqaningizdan podsoznaniyaga, ong ostiga tushib ketadi. Siz endi kimgadir ha deyishga qo'rqasiz. Nimaga? Chunki sizni podsoznaniya boshqaradi, bessознательное, ongsizlik boshqaradi sizni. Siz tushunmaysiz, nimaga men itdan shunaqa mishiqdan qo'rqaman, vir deysiz. Nimaga mishiqdan qo'rqqanligingizni siz bilmaysiz. Nimaga bilmayman, endi hamma qo'rqadi-ku deysiz. Nimadir bo'lganki, qattiq qo'rqib ketgansiz. Ana shu qo'rqqan narsangizni anglashga ulgurmay turib, boshqa narsa bo'lib qolgan. O'sha narsa kichkinaligi uchun, yoshingiz kichkinaligi uchun u pastga tushib ketgan, bessознательныйga tushib ketgan. Ongsizlikka tushib ketgan. Tushib ketgandan keyin siz yosh bola bo'lganligingiz uchun uni tushirib yuborgansizda, уже katta bo'lgan hayotingizda sizni ana shu qo'rquvlaringiz boshqarib yuradi. Siz hozir mana yozyapsiz, menga oyiga 20 million pul kelsin deb yozyapsiz. Lekin pul bilan bog'liq bessознательный qo'rquvlaringiz bor. Biz сознательный, ongli qo'rquvlaringizni yozib chiqdik. Pul qo'lda kiri, yana balo-battar deb yozib chiqdik. U ongli qo'rquvlaringiz. Endi sizni ongsiz qo'rquvlaringiz bor. Bizni ko'pincha ongsiz qo'rquv. O'shaning uchun ichingdagi tashqariga mos emasdir-ki, deyapman. Sen xohlagan pul senga kelmayapti, deyapman. Bessознательное bizni boshqaradi. Bessознательное o'sha tushib ketgan qo'rquvlar. Pulga nisbatan endi keyingi nima? Pulga nisbatan qanday qo'rquvlarim bor? Eslashga tayyorman. Yodimga olishimga tayyorman.
Просто shunaqa deb yurasiz. Nima qo'rquvlarim bor? U bitta sekret, voy deydigan narsa emas, oddiy narsa ham bo'lishi mumkin pulga nisbatan. Masalan, sizni ayezmi, dadangizmi, tog'angizmi, nu sizni har kuni ko'radigan odamingiz Rossiyaga ketdi, ishlab keldi. Sizlarga pul jo'natayotganda, kichkinaliklaringda pul jo'natayotganligida u nimasi ish boshqaruvchisi unga pul bermadida, uni qaysidir xatosi uchun haydab yubordi. Keyin u yig'lab telefon qildi. Bunaqa qildi, pulimni bermadi dedi. Keyin o'sha yerda buvingiz, ayiz, voy xudo, boylar shunaqa pastkash bo'ladi-da dedi. Ayizni ko'rib, buvingizni ko'rib, yig'lab o'tirganini ko'rib, endi sizni xohishlaringizga pul yo'qligini ko'rib, iflos boylar shunaqa pastkash bo'ladi degan bessознательный anaqa qo'rquv, iqrorlik pastga tushib ketdi, ongsizlikka tushib ketdi. Ana shu ongsizlik, boy insonlar pastkash bo'ladi degan ongsizlik sizni boshqarib yuradi. Tushunyapsizmi? U unaqangi bitta nima bo'lmaydi. Nima deydi, bitta sekret siz o'tirib olib, uni bunday qilib eslashingiz kerakka bo'lmaydi. Просто o'shanaqangi joylarini eslaysiz. Pul haqida nima deb o'ylaysiz? Bessознательный, ongsiz ravishda nima deb o'ylaysiz? Demak, sizda ongsiz ravishda puli bor odamlar, ishlata oladigan odamlar pastkash bo'ladi. Menga pul kelsa, men pastkashlik qilib tashlayman. Meni odamlar yomon ko'rib qoladi. Mana shunaqangi narsalaringiz bo'ladi. Ongsiz ravishda biz o'shana qilib pullarni bloklab yuramiz. Ana o'sha nimalarni bessознательный, ongsizlar nima qo'rquvlaringizni pulga nisbatan yozib yurasiz. Esingizga tushganda. Esingizga tushganda yozib yurasiz. Yozib, anglab, o'sha mana har kuni berib yurgan narsalarim. Bu kimniki aslida? Bu tog'amniki. Bu meniki emas bu programma. Bu tog'amniki deb o'zingizga eslatasiz. Bu meniki emas bu programma. Siz ichingiz tashqaringizga to'g'ri kelmayapti degani, siz yomon ichingiz gniloy, yomon inson deganingiz, tashqarida o'zingizni svetoshla qilib ko'rsatyapsiz degani emas. Ana shu bessознательный bizni boshqarganligi uchun ichingiz bilan tashqari to'g'ri kelmayapti, muvofiq bo'lmayapti. Muvofiq bo'lmagandan keyin siz xohlagan pul kelmaydi. U muvofiq bo'lish uchun, ichidagi tashqariga muvofiq bo'lish uchun siz uni bilishingiz kerak. Qaysi bessознательный ongimdagi programmam meni puldan to'sib turibdi. Sizni ana shu tog'ingiz bo'lgan bilan narsa, buvingizni yig'laganlari, ayizni xafa bo'lganlar, voy bechora ukam, yarim yil ishlabdi-ya sovuqlarda, bermay haydab yuboribdi-da. Qayerdan bilasiz? Siz kichkina bo'lgansiz. U jo'natmaslik uchun shunaqa deb qo'ygandir. Yana nimadurlar bo'lgandir. Siz bilmaysiz nima bo'lganligini. Bu nima bo'lyapti? Pul haqida egri tushuncha bo'lyapti. Pul haqida egri tushuncha. Nima bo'lgan taqdirda ham, даже если shunaqa qilib haydagan taqdirda ham, bu meni programmam emas, bu meni qo'rquvlarim emas. Bu Shahnozaniki emas, bu Tiaraniki emas. Shahnozani o'zini programmalari bor. Har kuni pul tushib yotadigan programmalari bor Shahnozani. Oson va yengil har kuni pul tushib yotadigan programmalari bor. O'shani aktivlashtiramiz. Deymiz. Tushunyapsizmi? Ana o'shana qilib o'zini ustida ishlanadi o'rtoqlar. Uchinchisi, ikkita yozdik-a? Ikkita vazifa yozdik uyga. Uchinchi vazifa. Masalan, siz hozir 5 million topasiz, no 10 million xohlayapsiz. Yoki bo'lmasam 3 million topasiz, 10 million xohlayapsiz. Men yo'lni qayerida turibman? O'zingizga o'zingiz savol berasiz.
Man yo'lni yozib oling. Man yo'lni qayerida turibman? Keyin sizga hislar keladi. Oho! Men bitta o'qituvchi bo'lsam, 3 million topsam. Xo'p, bayramda menga qo'shib berar. Keyinchi? Yo'lni boshida turibman ekan. Ana shunaqa qilib o'zingizga o'zingiz aniqlashtirib olasiz yo'lingizni. Men bir uy bekasi bo'lsam, erim berganda, bolamga kerak bo'lganda bersa, shundaysiga menga oyiga 5 million, 500 mingmi kelsa, men 10 million xohlayapman. Yoki hech bo'lmasa 2 million xohlayapman. Erimdan 500 olsam, onamdan 500 olsam, yana 500 kimdandir olsam, demak oyiga 2 million topishimga menga ozgina qolibdi. Tushunyapsizlar? Tushunyapsizlarmi qizlar? Yo, yana chuqurroq tushuntiraymi? Mana shunaqa qilib yozib chiqasizlar. Mana shunaqa qilib yo'lda qayeridaman? Keyingisi, men xohlagan pullarimga, masalan, 20 millionga yaqinlashishim uchun nima qilishim kerak? Ali Sinelnikovda anaqasi savoli. Sinelnikov savoli. Men 20 millionga yaqinlashishim uchun summa o'zingiz ishonarli bo'lishingiz kerak. Summangiz o'zingizga ishonarli bo'lishi, ko'zingiz yetadigan summa bo'lishi kerak. Men 20 millionga yaqinlashishim uchun, to есть yo'lda qayerdaman dedingiz, da? O'sha bunday hisoblasangiz 1,5 million qo'lingizga kelib tushar ekan. Siz 2 million xohlayapsiz. Ozgina qolibdi. Ana shu 2 millionga chiqib olishimga yana nima qilishim kerak? deb o'zingizga o'zingiz savol berib yurasiz. Javoblarni bilasiz qanday kelishini? Mana Sinelnikovga o'rtoqlaridan, kursdoshlari kitob sovg'a qilibdi. Kitob sovg'a qilib, faqat o'sha kitobdagi metodika asosida ishlab boshladim, deyapti. Keyin uni yoniga yana boshqa narsani o'rgandim, yana boshqa narsa. Asos o'sha kitob edi, deyapti. Asos o'sha kitob edi, deyapti. Boshqa metodikani o'rgandim, yana uni o'rgandim, buni o'rgandim, yana baribir shu kitobga qaytib kelaverdim, deyapti. Uni o'rgandim, buni o'rgandim, yana shu baribir shu kitobga qaytib kelaverdim, deyapti. Qaytib kelaverganimdan keyin o'zimni bitta metodikami yaratdim, deyapti. Tushunyapsizlarmi? Javoblar mana shunday keladi. Qaysidir o'rtog'ingiz, kursdoshingiz, o'rtog'ingiz, aya-dada, telefon, Instagram, mana shunaqalardan javoblar keladi. Oxirgisi. Men yaqinlashishim uchun, marraga yaqinlashishim uchun nima qilishni boshlashim kerak? Yozib oldilarmi? Bo'ldi shu bilan. Shu bilan bo'ldi. Keyingi oxirgi judayam anaqa, agar qilgan bo'lsangiz, qilib yurgan bo'lsangiz zo'r, qilib yurmagan bo'lsangiz srazu boshlang, tez yurish. Tez yurish shart va zarur. 1 soat 40 minut. Judayam kerak. O'rtoqlar, tez yurish judayam kerak. Tez yurash, bilasizlar? Judayam zo'r yordam beradi. Savollar bormi? 2 soat bo'pti, xudo xolasa.
Savollaring bo'lmasa, o'rtoqlar, tugatamiz. Hammalaringga rahmat. Vazifalarni bajaringlar. Mana shu vazifalarni 5 kungina bajarib beringlar. U yog'i уже uchib ketasizlar. Xudo xolisa. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olinglar.